1, 2, 3. Bor ekan? Yo, nimaga yo'qolyapti? Shuni menga aytinglar. Qo'pol tuyulishi mumkin. Och qoringa bilim kirmaydi. Bir kun istab qolmoq. Yana bir marta plyus bosib yuboringlar, ovozga tegishli. Bo'ldi, mamchi chiqdi. Xo'p, demak, dalsha. Muvaffaqiyatda eng asosiy omillar haqida gaplashamiz, ya'ni muhim omillar haqida. Nima o'zi muvaffaqiyat omili, nimalar ta'sir qiladi muvaffaqiyatga va 2026 kirib kelayotgan yangi yil uchun ideal yo'l xaritasi haqida gaplashamiz. Xo'p, qisqa masala, tashkiliy momentlar bor. Yana bir marta texnik nosozlik bo'lib turishi mumkin. 30 soniya farq bo'ladi. YouTube da o'tkazamiz efirni. Ya'ni men gapirganimdan keyin taxminan bir 30 soniyadan keyin meni eshitasizlar, примерно. Jonli efir to'xtatish mumkin emas, zapis bo'lmaydi. Ya'ni jonli efir o'zida qatnashganlar ma'qul. Moderatorlar chat nazorat qiladi imkon boricha. Odamlar ko'p. Shuni hisobiga hamma nazorat qila olmasligi mumkin, lekin imkon qadar nazorat qilishadi. Master class, ya'ni bugungi darsimiz davomiyligi taxminan 2 soat, 2,5 soat atrofida bo'ladi, plus minus. Va meni Instagramda belgilashingiz mumkin. Davronbek Turdiyev meni profilim. Belgilasangiz, Xudo xohlasa, men o'zim storiesimda belgilab chiqaman. Как раз storiesga hech narsa qo'ymay yurganman va kimdir agar belgilaydigan bo'lsa, kamida kirib sizlarga like bosib qo'yaman. Xo'p, va jonli efir oxirigacha o'tirganlarga sovg'a bor. Sovg'a quyidagicha jonli efirni oxirigacha kuzatganlar uchun bizda maxsus video darslik va qo'llanma bo'ladi. Maqsad qo'yish haqida video darsligimiz bo'ladi. Sizlar uchun bu ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Endi yana bir marta, ehtimol bu birinchi darsligingiz emas. Kim oldin turli xil vebinarlarga yoki onlayn darslarga qatnashgan, maqsad qo'yish bo'yicha, dangasini yengish bo'yicha men deb yozib yuboringlar chatga. Men deb yozib yuboringlar. Katta ehtimol bilan kelmayapsizlar. Katta ehtimol bilan oldin ham qanaqadir webinar, marafonga qatnashgandirsizlar ehtimol qayerdadir o'qigandirsizlar, qanaqadir kitob o'qigandirsizlar, bilmayman. Men deb yozib yuboringlar. Ovoz yaxshimi endi? Aniq yaxshi. Bo'ldi, endi men kontrolga ushlab tursanglar, men o'zim eshitmayman, bilmayman. Mana menlik ketdi. Xo'p, ko'pchilik qatnashgan va ehtimol olgan bilimingizdan ilgari foydalana olmagandirsiz. Buni sabablari bor, buni ko'plab sabablari bo'ladi. Ya'ni olingan bilim, ya'ni bilim bilan amaliyot orasida farq katta bo'ladi. Bu narsani juda yaxshi bilamiz. Va asosiy masalada nimadan iborat? Bu sizning aybingiz emas. Ya'ni o'zingizni ayblab yurmang. Men misol uchun qanaqadir bilimni ola olmagan bo'lsangiz, qaysidir bilim ola olmagan bo'lsangiz, egalla olmagan bo'lsangiz, meni aybim, menda nimadir neto degan fikrga kelishingiz mumkin. Katta ehtimol bilan unaqa emas. Bu holat ma'lumot ko'pligidan bo'ladi ko'pincha. Ya'ni ko'p narsani bilamizni qilmaymiz. Ya'ni bilim bilan, amaliyot bilan orasida katta tafovut bo'ladi. Mana shu qadriyat tafovuti deyman bu narsani. Ya'ni siz nima to'g'riligini bilasiz, lekin qilmaysiz. Va ko'pincha men o'zimda e'tibor bergan narsa poison of knowledge degan narsa bor. Ya'ni bilimdan zaharlanish. Shu narsaga tushib qolishingni xohlamayman. Ya'ni ko'p bilasiz, qanday qilishni bilasiz, nima qilishni bilasiz, lekin buni oqibatida hech narsa qila olmaysiz baribir. Bilim bor, lekin hech narsa qilmaymiz. Endi yana bir marta hammamiz nima qilishni bilamiz. Men sizlarga yangilik o'rgatganim, bugun sizlarni ro'parangizda turganim yo'q. Ya'ni hammanglar bilasizlar, nima qilish kerak, qanday qilish kerak, sport bilan shug'ullanish kerakligini bilasizlar, o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerakligini bilasizlar, kitob o'qish kerakligini bilasizlar, lekin qilasizlarmi? Mana shu eng asosiy savol. Shuning uchun nima qilishimiz kerakligini bugun bilishimizdan foyda bo'lmaydi. Men sizlarga undan ko'ra yo'lni ko'rsataman va katta ehtimol bilan bu narsa qaysidir qismingizga foyda keltiradi. Endi oldin ham maqsad, oldingizga qanaqadir maqsadlarni qo'yib, ehtimol nima qilyapsiz slaydda? Qaranglar. Oldin ham maqsad qo'yish bilan shug'ullanib, tashlab qo'ygan bo'lsangiz agar, ya'ni bu ham siz aybingiz emas. Ya'ni qanaqadir onlayn darsda yoki boshqa joyda shug'ullanib turib, natija olmagan bo'lsangiz ham, maqsadni qo'yishga harakat qilib turib ham, buni qilmagan bo'lsangiz ham, o'zingizni ayblab yurmang demoqchiman. Endi maqsadlarni amalga oshira oladi istalgan odam. Bu narsani men точно ayta olaman. Asosiy masala bizning shiorimiz bo'lsin. Mana shu gap. Harakatda barokat. Ya'ni har bitta inson qanaqadir natija qilishi mumkin. Ayniqsa meni yo'nalishimda. Til o'rgana olasizmi, o'rgana olasiz. Oldingizga qo'ygan maqsadingizni amalga oshira olasizmi, oshira olasiz. Bugun как раз mana shu algoritm bilan ko'rib chiqamiz birgalikda. Xo'p, endi bitta asosiy narsani tushunib ketishingiz kerak. Maqsad qo'yishda yoki unga erishishda atrofdagi insonlar odatda maqsadga erishishingiz tarafdori bo'lmaydi. Va bu narsani psixologiyada qisqichbaqa effekti deydi. Qisqichbaqa effekti nima degani?
Qisqichbaqa effekti degani bilsanglar qisqichbaqalarni paqirga qo'yib qo'ysa ustini yopishmaydi. Sababi juda oddiy. Ya'ni ustini yopishmasligining sababi juda oddiy. Bitta qisqichbaqa chiqib ketaman desa, qolganlarni bir-birini pastga tortish boshlaydi. Xuddi shu effekt istalgan muhitda, istalgan yo'nalishda, istalgan joyda bo'ladi. Shuning uchun atrof muhitingizga tayanish tavsiya qilmayman. O'zim qilaman. Xudo xolasa, meni harakatimda barakat bo'ladi. Men shu narsaga erishaman degan mindset bilan ishlashinglarni xohlayman. Ya'ni bugun o'rgatgan narsalarni faqatgina siz qila olasiz. Sizga men ham boshqa odam ham yordam bera olmaydi. O'rningizga hech kim til o'rgana olmaydi, o'rningizga hech kim deylik biznes qila olmaydi, faqatgina o'zingiz qilishingiz kerak bo'ladi bu narsani. Endi yana bir marta atrofingizdagilar katta ehtimol bilan maqsadga erisha olmasligingizni, uni qila olmasligingizni, buni qila olmasligingizni sizga to'xtamasdan aytishadi. To'xtamasdan mana shu passilni berishadi, lekin unaqa emas. 100% ko'pchilik adashadi bu borada. Istalgan narsaga erisha olasiz. Men sizga hozir Davron aka motivatsiya beryaptimi degan fikrda bo'lsanglar, ha, motivatsiya deb qabul qilishingiz mumkin, chunki bu fakt. Ya'ni bu narsani haqiqatan amalga oshirish. Endi bilaman, hammani orzusi bor. Umumiy olganda 2026 ga kim qanaqa maqsad qo'ygan o'ziga chatga yozinglar. 1 yil ichida, keyingi 1 yil ichida qanaqa maqsadlarni qo'ygansizlar. Ya'ni buni qilaman, uni bilaman. Ya'ni bilmayman, kimdir til o'rganmoqchidir, kimdir vес orttirmoqchidir, kimdir yana bir narsa qilmoqchi. Dars taxminan 2 soat atrofida bo'ladi. Yozinglar. Qaranglar, ekran kimdadir xira bo'lsa, bu bizdan emas. U YouTube'dagi algoritmlarni to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Kачество degan joyi bor. Kim qanaqa maqsad qo'ygan o'ziga 2026-yilga? Tak, IELTS olish, uy olish, mashina olish, prava olmoqchi kimdir, til sertifikati olmoqchi, soham bo'yicha 7,5-8. Xo'p, sertifikat. Ko'pchilik sertifikat olmoqchi ekan. Xo'p, hofiz bo'lmoqchi ekan kimdir. Arab tilini o'rganmoqchi ekan. A+ olaman deyapti kimdir. Ko'pchilikda til o'rganish, kimdir mashina olaman, kimdir uylanish deb qo'yibdi va hokazo. Xullas kalom 2026-yilga qanaqadir maqsadlarni oldingizga qo'ygansiz. Va bu narsani men juda ham yaxshi bilaman. Xudo xolisa bugungi va ertangi 2 kunlik onlayn darsimizda shu maqsadlaringizga va orzularingizga erishishda yordam beradigan texnikalarni ko'rib chiqamiz. Endi bu yerda o'zi 2 toifali odam bor. Hozir mana shu yozayotgan odamlarning ichida 2 toifa odam bo'ladi. Odatda birinchisi hech qachon maqsad qo'ymaganlar, hech qachon yozib bir narsa qilib rejalashtirmaganlar. Ikkinchisi qilib ko'rishganda lekin o'xshamagan. Ya'ni u toifaga ham bu toifaga ham to'g'ri keladigan usullarni o'rgataman. Ya'ni bugungi onlayn darsda asosiy maqsadingizni to'g'ri rejalashtirish orqali barcha maqsadlaringizni qanday qilib amalga oshirish mumkinligini yagona yo'lini ko'rsataman, xudo xolisa. Va maqsadlaringizni to'g'ri qo'yishni yagona yo'lini anti-mo'rtlik tizimi haqida gaplashamiz. Nimaligini hozir tushunib olasizlar. Endi meni birinchi marta ko'rayotganlar, iltimos plus bosib yuboringlar yoki 1 bosib yuboringlar, farqi yo'q. 1 plus ikkitasi ham hisobga o'taveradi. Men o'zim qisqa qilib o'zim haqimda aytib beraman. Nima, qayerdan bugun sizlarga o'rgatayotgan usullarim qayerdan kelgan? Men uni havodan olmaganman yoki o'zim o'ylab topmaganman. Plus bosib yuborsanglar yoki 1 bosib yuborsanglar, xudo xolisa boshlaymiz. Uyimni remont qilish, IELTS 8,5 olish. Oson emas IELTS 8,5 olish. Tamam, birlik ketdi. Xo'p, demak, endi qisqa qilib aytaman. Mana bu menman. Mana shu yigit menman. 2000 adashmasam 11-13 shu atrofdagi rasm. Ya'ni universitetda boshlang'ich talabasi bo'lib o'qiganman. Ko'pchilik eski rasmlarni ko'rib, keyin kamerani fokus qochib ketyapti akalar. Qotirib qo'yganingiz yaxshi. Avtofokusda turibdi menimcha. Yo'q menda fokus, qarang. Xo'p, demak, ya'ni bu paytlar eslab qolish bilan shug'ullanish endi boshlagan paytlar. Prямо endi boshlagan paytlar. Boshida edi. Men bilasizlar, eslab qolish bilan shug'ullanaman. O'zim 13 yil bo'ldi, plus minus. Keyingi yilga may oyida уже 14 yil bo'ladi. Asosiy narsa, mana xayollarda ushlashinglar kerak bo'lgan narsa, yana men xuddi shu yo'lni boshdan boshlab o'tganman. Misol uchun mana maktabda ishlagan paytlarim 2017-yil. Bu mana sinfim. Men bu qo'limdagi kichkinagina diplomchani anaqani jahon chempionatiga eslab qolishdan borganimda berishgan. Undan keyin maktabdan keyin TBTga borganman, Itzhaq Bitasevich bitta treningiga borganman va menda bir nechta muammolar bor edi. Qaranglar, sizlarda bormi u muammo, yo'qmi u muammo? Birinchi muammoim pul yo'q edi. Men $120 oylik ishlardim maktabda. $120 o'sha payt kurs 80 yoki 70 edi. To есть plus minus mana shunaqa oylik olardim, $120 oylik olardim.
va shu pulga yashab yurardim. В принципе, menga yetardi. Men hech kim boqmasdim u payt, boshqa narsa bo'lmasdi. O'zimga yetardi, hammasi yaxshi edi. Tajriba yo'q edi. Men biznes qilmoqchi bo'lganman, tajribam bo'lmagan. Olimpiya shop degan do'kon ochganman, bankrot bo'lgan. Keyin sport kiyim do'kon ochganman. Universitet paytida o'qiganimda bankrot bo'lgan. Keyin oziq-ovqat do'kon ochganman. U ham o'xshamagan. Biznes, mendan biznesmen chiqmas ekan deb prosta borib ishlaganman diplomim bo'yicha o'qituvchi bo'lib. Jamoa yo'q edi. Menda hozir jamoa juda ham kuchli jamoa yo'q edi. Hech qanaqa menga bir narsa ko'rsatib bera oladigan yoki tushuntirib bera oladigan yoki men bilan birga nimadir qila oladigan hech qanaqa jamoam yo'q edi. Faqatgina do'stlarim bor edi. Do'stlarim o'zi ham biznesmen, boshqa narsa emas edi. Va networking yaxshi emas edi. Hozir networking yaxshi, ko'pchilikni taniyman, mediadagi odamlarni ko'pini taniyman, boshqa odamlarni taniyman. U paytda men deyarli hech kim tanimasdim. Menga juda ham qiyin bo'lgan. Mana shu 4 ta muammo asosiy tashqi muammolar bor edi. Ichki muammolarimdan juda ham kuchli qo'rquv bo'lgan. Ya'ni hayotni o'zgartirishga men o'qituvchiman, eslab qoluvchiman, o'zimcha biznes qilmoqchiman. Bu narsa men uchun qo'rqinchli bo'lgan. Asosiy qo'rquv o'xshamasachi, hamma ustimdan kulsachi, nimadir bo'lib qolsachi, qanaqadir ya'ni boshimdagi tarakanlar, u nima deydi, bu nima deydi, uydagilarim nima deydi o'xshamay qolgandan keyin, do'stlarim nima deydi o'xshamay qolgandan keyin. Endi bizda odatda O'zbekistonda odamlar kuladi bir-birining ustidan. Bu narsani bilaman. Nimadir o'xshamasa, "Shu tamom, kulgiga qolasiz." Mana shu narsani o'ylab yurganman, ahmoqqa o'xshab. Bo'lgan. Va undan tashqari chiqib ketgan ishimdagi odamlar ustimdan kuladi deb o'ylaganman. Shu o'quv markaziga kelganman, Toshkentga chiqib ketganman ishdan. 2018-yilda ishlaganman. 19-yil may oyida ishdan chiqib ketib, o'zim o'quv markazi ochaman. O'xshamasa hamma ustimdan kuladi degan fikr bor edi. Chunki men ketayotganda direktor aytgan, "Davron eplay olmaysan" degan. Davron eplay olmaysan. Men Namangandanman. Toshkent senga ham Namangan emas, qiynalasan. U bu deb qisqasi menga shunaqa psixologik bosim qilishgan. Bo'pti deganman, boriga baraka deb turib o'zim harakat qilib ko'rganman va qarzga kirib ketishdan qo'rqardim o'sha payt. Juda ham qo'rqardim. Qarz chunki men eng yomon ko'rgan narsam, в принципе, meni umrimni butun oladigan bo'lsa, hech qachon qarz olmaganman hech kimdan va bu narsa men uchun qiyin bo'lgan, qo'rqaman qarz olishdan. Genius X degan o'quv markazi ochganmiz. Qaranglar. Juda ham ajoyib algoritm bo'lgan. 2019-yilda mayda men ishdan chiqib ketganman. May oyida men o'quv markazidan ishdan chiqib ketganman. O'zim qilaman degan hamma narsani. Va 2020 boshida, ya'ni 19-yilda biz bitta yigit bilan pul olganmiz. Ko'p emas, bizda bir 35 mingdan sal ko'proq pul olganmizda 280 kvadrat metrli joy olganmiz. O'quv markazi qilmoqchi bo'lganmiz. U yerda Genius degan o'quv markazi qilganmiz. Genius degani daho degani. Eslab qolish va ingliz tili bo'yicha o'quv markazi qilganmiz. 20-yil keldi. 20-yil fevral oyida biz o'z faoliyatimizni boshladik. O'quvchilar yaxshi edi. Juda zo'r bo'ldi. Boshida ham remontga yetmagan pulni ham orttirdik. Odamlar keldi, pul to'lashni boshladi, kurslarimizni o'qishni boshladi. O'qituvchilarni yig'dik, yaxshi komanda yig'dikda, yaxshi niyat bilan biz o'zimiz ishimizni boshladikda va oqibatda nima bo'ldi? Nima bo'ldi 2020-yilda? Qanaqa zarba bo'lgan biznesga? Eng katta zarba nima bo'lgan? Nima deb o'ylaysizlar? Men sizlarga savol, 2020-yilda eng katta muammo qanaqa bo'lgan? Biznesmenlarning eng katta muammosi qanaqa bo'lgan? Genius X degan o'quv markazi ochilgan. 280 kvadrat, 4 ta katta xona qilganmiz. Koronavirus. Xuddi shunday, Covid boshlanib qolgan. Bir tasavvur qilinglar, shuncha pul olingan, o'quv markazi qilingan va oqibatda fevral oyida ochganmiz. O'shanda 16-mart kuni bosh vazir chiqib turib e'lon qilgan, bo'ldi, O'zbekiston karantinga yopiladi. Tamom biz ish faoliyatimizni davom ettira olmayapmiz. Ya'ni Covid kelgan mart oyida shu bilan men polностью yopilgan, hamma narsamiz yopilgan. Pandemiya bo'lgan, butun dunyo pandemiyaga kirib ketgan. Bilasizlar, juda ham qo'rqinchli davrlardan o'tdik. Olam shumul pandemiya bo'lgan, hamma narsa yopilgan, butun dunyo, butun davlat, hamma joy yopilib, nafaqat O'zbekiston, bu juda ham qo'rqinchli bo'lgan. Nimaga? Chunki biz o'quv markazidan chiqargan pulimizni yana qaytib tiqorganmiz, pul yo'q edi. Shaxsan men karantin kelgandan keyin umidsizlikka tushib qolganman. То есть menga juda ham og'ir bo'lgan bu narsa. Endi katta ehtimol bilan ko'pchilikda shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin. Umidsizlikka tushdim. Endi o'xshab turganda ishim, mana shunaqa ish bo'lib turibdi deganman-da. Cho'ntagimda 3 million pulim bor, esimda bor. Men Namanganga qaytganman-da. U yerda o'tirib o'ylaganman, nima qilsam bo'lar ekan, Davron nima qilsa bo'lar ekan? Ya'ni o'limdan boshqa hamma narsani yechimi bor va men o'ylaganman, bosh qashlaganman. Qaysi tochkada men faoliyatimni davom ettira olaman. Men o'qituvchiman. Men 2011-15-yilda Namangan davlat universitetining pedagogika fakultetini tamomlaganman. Men odamlarga dars beraman. Meni asosiy kasbim shu.
Mani asosiy kasbim shu. Va 3 million pul bilan qaytganimdan keyin endi 3 million katta summa emas, 3 million so'm. Men o'tirganmanda resurslarni yozishni boshlaganman. Prям o'tirganman. Shuni o'tirib o'ylaganman. Resurs. Nima resurslarim bor? Ya'ni nimalarim bor meni, nimalarim bor? Prям yozganman. Birinchi xayolim kelgan narsa meni hunarim bor. O'qitish. Men odamlarga dars bera olaman, to'g'rimi? Eslab qolish. Ikkinchi masala. Men xotirani kuchaytira olaman. Odamlarga shu narsani tushuntira olaman, o'rgata olaman. O'zimni tajribam katta. U payt Rossiya rekordini o'rnatib kelgan edim va hokazo. Keyingi resurs mana bitta marketolog tanishim bo'lgan. Marketolog tanishim bo'lganda, men shu marketolog tanishimni ishga solganman, aytganman. Xuddi mana shu o'quv markazi onlayn qilsa bo'lmaydimi deganman, yoki bemalol qilsa bo'ladi deganman. Endi men bu yerda ozgina yozdim, o'z aslini olganda takoy stikerlarni olib, qog'ozlarni olib, yozib yopishtirib yurdim. Sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Yigitlar hozir stiker tayyorlab berishadi. Men sizlarga hozir jarayonni ko'rsatib beraman. Asosiy masala nimadan iborat? Men o'ylaganman, qanaqa resurslarim bor. O'zi mana eng yomon holatda ham nimadir qilsa bo'ladi. Nimadir qilsa bo'ladi. Ya'ni ko'r bo'lsangiz ham toba qildim yoki qanaqadir travmangiz bo'lsa, boshqa narsa bo'lsa ham, o'sha holatda nimadir qilsa bo'ladi doim. Shu ideya bilan hamma narsani yozib chiqdimda va hayotimni rejalashtirishni boshladim. Tak, hozir buni qilaman, ya'ni hozir shu odamlarga dars beryapman offline, prosta bu narsani onlaynga o'tkazaman degan fikrga keldim. Va Superman onlayn degan kursni biz o'shanda birinchi marta videoga olib, o'sha Pahlavon degan katta kompleks bor Namanganda, o'sha yerda qolib 3 kishi yashaganmiz. Bitta to'y montaj qiladigan bola, bitta meni yordamchim men. 3 kishi yashaganmizda birinchi Supermanni qilganmiz. Zapus qilganmiz Instagram orqali. U paytda men obunachim yo'q edi, ya'ni bitta 500 ta 600 ta obunachim bor edi, Instagram yurg'izmasdim. Natijada nima bo'ldi? Supermanda umumiy shu 5 yil ichida aprelda 6 yil bo'ladi. 50 mingta yaqin odam уже o'qidi. Instagramda obunachim 500 mingdan ko'p, YouTube'da obunachim 500 mingdan ko'p, Telegramda xudo biladi qancha obunachim bor, tam 200-300 mingta bo'lsa kerak u ham. Ya'ni mana shu narsa masshtablashib ketdi. Shunchaki o'tirib bir nechta narsani yozganim uchun mana shu barakani menga berdi. Asosiy masala bitta narsani tushunib olinglar. Men hozir 3 ta sirni aytib o'taman sizlarga. Bitta bir qadam tushuntirib beraman. Va 4-sirni men tushuntiraman. Bu eng asosiy narsa deb hisoblayman rejalashtirishda. Lekin men nimaga hozir sizlarga motivatsiya berishga harakat qilaman. Nimaga sizlarni anaqanglar bilan ishlayapman? Fikrlashinglar bilan. Sababi juda oddiy. Любой holatdan chiqib ketsa bo'ladi. O'lim bo'lmasa bo'ldi. Shu narsani hech qachon unutmaylik. Eng qanaqa umidsizlik, pulsizlik, yana bir narsaga tushmanglar. Ilohim hammasi yaxshi bo'lsin. 2026-yil umringlardagi eng zo'r yilinglar bo'lsin. Xudo xolisa, lekin bilinglarki, qanaqa og'ir holat bo'lishidan qat'iy nazar siz chiqib keta olasiz bu narsadan. Har doim shu narsaning imkoni bo'ladi. Undan tashqari pandemiyadan so'ng O'zbekiston Nemosport Federatsiyasini ochdik, intervyu berdik, boshqa narsa bo'ldi. Juda ham ko'p joyda chiqdik. Bitta ikkita joyda meni juda ham yaxshigina omadim keldi. Men shu rejamni o'rchakadan bajarib ketgandim. Uchib ketib qoldi. Bir nechta intervyularim, rekord videomni 5 million kishi ko'rdida. Nihoyat mana shu yili 2021-yil sizlarni ham tabriklayman avvalambor, chunki O'zbekistonning asosiy qism hozir bu yerda o'tirganlar O'zbekiston terma jamoasi dunyoda birinchi o'rinni oldi. Biz bu yilgi jahon chempionatida Mumbayda 7-8 hamda 9-noyabr kuni birinchi o'rinni oldik. Ya'ni o'sha paytda tasavvur qilinglar, 20-yilda o'quv markazim yopilib turgan joyda o'tirib 4 ta mana bunaqa stikerlarni yopishtirib chiqqanimni yo'nalishi, ya'ni mana shu Turkiyadan boshlangan narsa shunaqa bo'lib ketdi-da. Men 7 uxlab tushimda ko'rmaganman. Bu darajagacha bu narsalar chiqib ketadi. To'g'ri maqsadni qo'yishi, mana shu 3 ta sirni men sizlarga aytib beraman. Ya'ni 3 ta bitta tushuntirib beraman. Qanday, nimaga, nima uchun, har bitta sirri ichiga xudo xolisa kirishib boramiz. 3 ta asosiy masala. Birinchi o'rinda nimani ko'rib chiqamiz? Qanday qilib maqsadni 30 daqiqa ichida to'g'ri qo'yish mumkin? Yarim soat ichida shuni sekundamera olasiz, telefoningizni sekundamera. Shuna bosasizda bo'ldi. Yarim soat ichida maqsadlaringizni qo'yib tashlay olasiz. Bu narsa qiyin emas. Shunchaki ayrim logikasini tushunib olishingiz kerak. Maqsad qo'yish o'zi qiyin emas, uni amalga oshirish qiyinroq. Lekin to'g'ri qo'yilgan maqsad olamshumul natijalarga olib kelishi mumkin. O'zbekistonda men ko'pchilikda fikr borda, ayniqsa yoshlarda, tam ketishim kerak, bir narsa qilishim kerak. Yo'liga agar daji ketadigan bo'lsangiz ham omadingiz bersin. Lekin asosiy masalani tushuning, shu yerda o'tirib ham nimadir qila olishingizni men sizlarga aytaman.
Bu aniq, nechta odamni ko'rdik. Pandemiya nechta odamni mashhur qildi, chiqardi. Necha kishi mana shu qiyin ahvoldan o'tib turib, yaxshi bo'lib ketdi. Shuning uchun 30 daqiqa ichida qanday qilib maqsadlaringizni yozib, hamma narsani upakovka qilib turib, amalga oshirishingiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Ikkinchi sir, qanday qilib qo'yilgan maqsadlarni tez va oson rejalashtirib, amalga oshirishni boshlash mumkin. Ya'ni qaranglar, bu yerda mantiq nimadan iborat? Ya'ni men maqsadni qo'ydik. Maqsad aniqlandi. Endi keyingi masala bu amal. Endi bizda bilamiz, amal 90% holatda juda ham achinarli holatda bo'ladi odamlarda. Nimaga? Sababi prosta qilmaymiz. Dangasalik haqida ertaga alohida gaplashamiz. No, bu yerda men hozir bitta jonli joyini tegib o'taman, xudo xolasa. Ya'ni maqsadni qo'ydingiz, maqsadni qo'yganingizdan keyin aynan amalni qanday boshlash mumkinligini bugun gaplashib o'tamiz, xudo xolasa. Va uchinchi etapda, ya'ni uchinchi sirri biz sizlar bilan qanday qilib rejalashtirilgan maqsadni hayotingizga integratsiya qilishingiz mumkinligini gaplashamiz. Nima degani integratsiya? Integratsiya degani maqsad bu doimiy ish talab qiluvchi narsa. Doimiy ish talab qiluvchi narsa. Farqi yo'q. Til o'rganmoqchi, kimdir yozdi tam, ingliz tilini o'rganmoqchiman yoki arab tilini o'rganmoqchiman yoki qanaqadir sertifikat olmoqchiman. Okey. Doimiy ish bu. Bu o'tirib olib, odam bu dunyoda hech qaysi inson o'tirib bittada til o'rganib olmagan. Yoki o'tirib o'ylab, fikrlab nimadir qilib qo'ymagan. Doimiy ish. Doimiy ish. Misol uchun, meni rekordim 2018-yilda o'rnatgan bo'lsam, eslab qolish bo'yicha rekordimni men 13-yilda boshlaganman. To есть orada 5 yil men mehnat qilganman. 5 yil har kun qanaqadir jarayon bo'lgan, dangasalik yengish texnikalarni ishlatganman o'tdi. Uni ertaga o'rgataman, xudo xolasa. No, masala nimadan iborat? Har bitta maqsad bu jarayon, bu yo'l. Bittada erishib qolinmaydi. Agar bunaqa narsani kutayotgan bo'lsangiz, men sizni kayfiyatingizni tushiraman. Maqsadga bittada erishilmaydi. Maqsad etapma-etap keladi. Biz odatda oxirini ko'ramiz-da. Misol uchun, mashhur bo'lgandan keyin mashhurligini taniysiz. Yoki siz deylik, Murod Nazarov yoki boshqa birorta boy odamni boyligini taniysiz. Bundan oldin qancha qon qusganini, qancha ozonda turib nimadir qilganlarini siz bilmaysiz. Xuddi shunaqa siz ham ertaga maqsadga erishganingizdan keyin katta ehtimol bilan kimdir aytadiki, bu narsa oson bo'ldi deydi. Men oldindan aytayman, oson bo'lmaydi. Oson bo'lmaydi. Maksimal osonlashtirish yo'lini men sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Lekin bilinglarki, mehnat ter to'kish bilan tugaydi har doim. Har doim 2026-yilga ham shunaqa boyevoy nastroy bilan bo'linglar. Ya'ni men xudo xolisa 2026-yilda maqsadlarimga erishaman emas, maqsadingizga erishasizmi yoki erishmaysizmi, peshonangizda nima bor, nasibmi, nasib emasmi, oldindan bila olmaysiz. Lekin bitta narsani o'zingizga garantiya berishingiz mumkin. Men xudo xohlasa 2026-yilda kirib kelayotgan yilda men maksimal to'g'ri va maksimal kuchli harakat qilaman. Mana shu va'dani o'zingizga bera olasiz. Xuddi shu bugungi 3 ta sir shu narsaga sizlarga xudo xohlasa yordam beradi. Endi birinchi sirdan boshlaymiz. Qarab turing. Tayyor bo'lsanglar yana bir marta plus bosib yuboringlar iltimos. Bir marta plus. Bitta plus bosib yuboringlar. Shuna plus bosib yuborsanglar, men o'zi boshlayman, tushuntirishni boshlayman. Yaxshi, rahmat. Xo'p, birinchi sir va birinchi usulimiz. Qanday qilib maqsadni 30 daqiqa ichida to'g'ri qo'yish mumkin? Ya'ni o'tirdingiz, yopishtirib tashladingiz. Bu juda ham oddiy narsa. O'zi aslini olganda, umumiy mana bitta narsada qaranglar. Algoritmika degan narsa bor-da. Algoritm degani bu ketma-ketlik degani. Istalgan muvaffaqiyatni ortida turuvchi algoritm ketma-ketligi juda sodda. Juda sodda. Odatda oliy matematika emasda, misol uchun pul qilish yoki til o'rganish yoki deylik eslab qolish, xotirani rivojlantirish yoki yana qanaqa transformatsion jarayonlar, u oliy matematika. Siz daho bo'lishingiz kerak emas u narsani qilish uchun. Oddiy menga, sizga o'xshagan odamlar bemalol o'zini maqsadini amalga oshirib, yaxshigina tepalikka chiqa oladi. Bu hayotda darajaga chiqish mumkin. Shuning uchun ko'p vaqt sarflamaydigan bitta usulni men o'zimcha o'shanda o'tirib, resurs rejalashtirish dedim-ku, sizlarga hozir tushuntiraman nima qilganimni.
Endi qarab turing, ehtimol maqsad to'g'ri qo'yish juda qiyin deb o'ylashingiz mumkin, yana bir marta. Lekin aslini olganda unaqa emas. Aslini olganda juda ham oson, juda ham sodda narsa. Endi bitta savolni men sizlarga beraman. Nima uchun o'zi maqsadni qo'yish kerak? Mana sizlarga savol. Nima uchun odam o'zi maqsadni qo'yish kerak? Nima logikasi bor maqsad qo'yishda? Nima keragi bor? Shunchaki qilib ketsak bo'lmaydimi? degan savolga javob bera olasizlarmi? O'zingizlar fikringlarni yozinglar. Endi bu yerda aynan muayyan to'g'ri javob bo'lmasligi mumkin. Fikringlar prosta menga qiziq. Men bir nechtasini o'qiyman. Asosiy masala nimadan iborat? Maqsadni qo'ymagan inson mo'ljali qattaligini bilmaydigan kamonchiga o'xshaydi. O'taveradi. Balki tegar, lekin tegish ehtimoli juda ham past bo'ladi. Tartib bo'ladi. Hop, birinchi o'rinda tartib bo'ladi maqsad qo'ysangiz, aniqlik bo'ladi. Harakatni aniq bilishni boshlaysiz. Hayotni rejalash, yo'lni adashtirmaslik uchun, maqsadga erishish uchun, natijani eslab turish uchun, yashash uchun maqsad kerak. Va hokazo. Ya'ni men aniqlik, erishish osonroq bo'lish uchun, chalg'imaslik uchun va hokazo juda ham ko'p faktorlar bor. Maqsad qo'yish muhim narsa. Turli xil statistikalarni ko'rsak ham, ya'ni shu ma'lumotlarni ko'rsak, muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ko'rasiz. Boshqa odamlar bor. Bitta kitob bor, misol uchun, juda ham zo'r kitob. Super asoschilar degan kitob bor. Super Founders degan kitob bor va boy, badavlat va o'sha kambag'allikdan chiqib qarasizlar darajaga chiqqan insonlarni strategiyalarni ko'rib chiqilganda ko'pchiligi maqsad qo'yish bilan shug'ullanadi. Va boshida ham shug'ullangan, shu qaysidir etapga chiqquncha. Endi 2020-yilda, 2026-yilda kirib kelayotgan yangi yilda ko'pchilikda bo'layotgan eng asosiy muammolardan biri bu qoldirilgan hayot sindromi. Nima degani qoldirilgan hayot sindromi? Bu degani mana o'zi bugun 24-dekabr. Xudo xolisa bir hafta o'tadi, ketadi va 2026da xush kelibsizlar deb kirib keladi. 2026-yil qanaqa bo'lishini men bilmayman. Pandemiya bo'ladimi, Xudo ko'rsatmasin, yana nimadir bo'ladimi, Xudo biladi. Lekin men sizlarga bitta narsani aytaman. Qilmoqchi bo'lgan ishinglarni keyinga qoldirmanglar. Bu yerda juda katta muhimlikka ega bitta masala bor. Ko'pchilik yangi yilni, dushanbani va hokazoni kutadi. Men yomon ko'raman bunaqa narsalarni. Men o'ylayman, cho'q issig'ida bosish kerak, hayolingizga ideya keldimi, amalga oshirishingiz kerak. Misol uchun, men o'zim yo'limni boshlaganimda 2018-yilda Toshkentga ish ishlashni boshlaganimda, o'quv markazida o'qituvchi bo'lganimda, eslab qolish bo'yicha o'sha 13-yilda endi eslab qolish bilan shug'ullanishni boshlaganimda, atrofimdagi hamma odamlar "Sen jin deb qolganmisan" deyishgan. Qanaqa eslab qolish, xotirani rivojlantirish yo'nalishini o'zi yo'q edi. Tushunasizlarmi? Butun boshli bitta yo'nalish yo'q edi. Va qarabsizki, mana shu narsani bajarib prosta joyda bajarish kerak edi. Bo'larmikin, bo'lmasmikin aniqlash kerak edi. Shu tomonga qarab urish kerak. Bitta zo'r maqol bor, menga juda ham ko'p motivatsiya beradi. Men yaxshi ko'raman shu maqolni. Ko'pincha shu maqolni post qilaman, boshqa narsa qilaman. Oqar suv keyinroq sakraganingiz bilan ilib qolmaydi. Ko'pincha odamlar kiyim yechadi, suvni oldida turadi. Hayotni misol uchun tasavvur qiladigan bo'lsangiz, nima qilishadi? Turib olishadi-da, suv oqib yotibdi. Suv sovuq, sakragisi kelmayapti. Maqsadni amalga oshirish sovuq suvga sakrashga o'xshataman. Lekin kutganingiz bilan ilimaydi-da suv. Tushunyapsizmi? Mana ko'pchilikda qoldirilgan hayot sindromi qanaqa aks etadi, hayotida qanaqa aks etadi? Ular nima qilishadi? Misol uchun, mana dushanba yoki deylik yangi yil. Undan ham kattaroq trigger, to'g'rimi? Yangi yil. Ya'ni, misol uchun men bugun sizlar bilan birgalikda biz anaqani o'tkazamiz. Darsimizni o'tkazamiz. Bugun bizda haftaning 3-kuni. Bugun chorshanba. Endi qaranglar, men miyanglar qanaqa ishlaydi, men точно ayta olaman bu narsani. Chorshanba keldi. Birinchi kuni o'tdik darsimizni. Ertaga payshanba kuni biz sizlar bilan birgalikda darsimizni ikkinchi kunini o'tdik. Keyin juma keladi ortidan. Juma kuni dam olaman yoki yana nimadir qilaman deysiz, o'sha yangi yil yaqinlashib qolgan. Davlat ishida bo'lsangiz, o'sha tam kanikulga chiqasiz, boshqa bo'ladi. Juma keyin shanba keladi, keyin yakshanba keladi. Miya qanaqa ishlaydi? Men bugun o'rgandim mana shu narsani onlayn darsda. Ertaga men bu narsani o'rgandim, dangasalar yengishi. Keyin juma to'xta dushanbadan boshla qoladi, deysizda. Dushanbadan emas, o'sha yangi yil kelyapti, keyin yangi yilga otib yuborasiz.
Nimaga bunaqa bo'ladi? Psixologik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, buni asosiy sababi shundan iboratki, bizga bunaqa tuyuladi. Bugun chorshanba, bugun o'tirib olib rejalashtirish qiyin, qilgim kelmayapti. Men dangasalik qilyapman, charchaganman, uyqum kelyapti, bir narsa. Ko'plab bahonalar, lekin dushanba kuni yoki yanvar boshida unaqa bo'lmaydi. Men unaqa qilmayman, men juda ham zo'r qilaman hamma narsani, zo'r amalga oshiraman degan fikr bor. Men sizga bitta hayotda eng achchiqda bir ta'mi yoqmaydigan haqiqatni aytib o'taman. Janoblar, xonimlar, hurmatli ishtirokchilar, hech qachon oson bo'lmaydi. Men dushanba ham, yangi yil ham bir xil qiyin bo'ladi. Bir xil o'sha o'tirib til o'rgangingiz kelmaydi, bir xil o'sha o'tirib so'z yodlagingiz kelmaydi. Bir xil ertalab turgingiz kelmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Qiyinlashadi, osonlashmaydi. Hayot osonlashmaydi. Hayot qiyinligicha qoladi. Umringiz oxirigacha muammolarga duch kelasiz. Butun umr muammolarga. Bolangiz bo'ladi, bolangiz muammosi bo'ladi, ota-onangiz muammosi bo'ladi, o'zingizniki bo'lmasa ham keyin sizga yana qaytib chiqib keladi. Yana nimadir bo'laveradi. Pulingiz bor, yo'q, boysiz, boymassiz farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. Muammo odam tanlamaydi. Shu narsani prosta miyangizga tushirib olishingizni xohlayman-da. Ya'ni qoldirgan hayot sindromi bilan kasalligidan to'liq qutulmagunizcha siz maqsad qo'yishda qiynalasiz. Keyin yana bitta masala bor. Mol fikrlash deyman bu narsani. Nima degani? Nimaga o'zim ham mol fikrlash deyapman? Bu terminni mol fikrlash degan gapni men bu kitobdan olganman. Zo'r bitta kitob bor. Rejalashtirish haqida mana bu kitobchi. Maksim Dorofeyev Pуть джедая degan kitob. Bu yerda bitta zo'r ajoyib fenomenni solishtirib bergan. Mol fikrlash degan fenomen. Nima degani mol fikrlash? Qaranglar. Mana mol. Endi men rassom emasman, apamiysizlar. Mol. Yaylovda o't yotganda tog'ga o'ylar ekan. Tog'ga qarashni o'ylar ekan. Tog'ga qarayotganda o't yegisi kelib, o'tni o'ylar ekan. Odam qanday qiladi? Odam, o'rtacha odam ishda uyni o'ylaydi. Men uyda o'tirsam hozir, uyda borsam, dam olsam, televizor ko'rsam, bir narsa qilsam deydi. Kechasi yotib, mana men deyli, kim kechasi ish maqsadlarni o'ylaydi. Kechasi yotadi uyda ishni o'ylaydi, ishda uyni o'ylaydi. Doim keyin nimadir, boshqa joyda nimadir. Ya'ni ishda uyda o'tiraman, hozir bir narsa qilaman, bir narsani o'ylaysiz, ishda uyda ishni o'ylaysiz. Va hokazo. Doim fikringiz boshqa joyda. Fokus yo'q, maqsadga fokus qila olmaysiz. Mana shu narsani mol fikrlash deydi. Ya'ni kitobda shunaqa qilib zo'r tushuntirib bergan Dorofeyev. Men bu fenomen juda ham ajoyib. Kechasi yotib nimadirlarni o'ylaydi odam. Unaqa qilaman, bunaqa qilaman, til o'rganaman, o'qib tashlayman, bo'qib tashlayman, zo'r narsalarni o'ylaysiz-da. O'sha narsani qilayotgan paytingizda yotishni o'ylaysiz keyin. Ertasiga men yotaman deysiz, men qilmayman bu narsani, qilgim kelmayapti. Va hokazo. Va bu narsani psixologiyada zo'r tushuntirilgan. Bu psixologiyada Bloom-Zeigarnik effekti deydi. Bu nima degani? Bu bizning miyamizda qolib ketgan ortiqcha ishlar. Qilinmagan maqsadlar, ishlar, borishingiz kerak bo'lgan, qolishingiz kerak bo'lgan, olishingiz kerak bo'lgan nimadirlar, ishlar, qanaqadir jarayonlar boshingizdan chiqib keta olmaydi. Buni fiziologiyasi ham shunaqa. Sinaptik duga deydi, ya'ni aylanib yuraveradi. Boshingizga o'tiradi, aylanib yuraveradi. Bir donagina fikr, bir donagina kichkinagina narsa. Bunday qilsam ekan, bunday qilsam ekan. Uyqu bermaydi, butun hayotingizni rejimdan chiqarib tashlaydi. Siqilasiz to'xtamasdan. Surunkali stress deydi bu narsani. Tushunamizmi? Polni hayotingizni dabdala qiladi, keyin oqibatda siz o'zingizni aldash bilan ovora bo'lasiz. Siz nima deysiz? Men 26-yili boshida boshqacha bo'laman, yanvarda boshqacha bo'ladi. Yanvarda men sizlarga aytaman, boshqacha bo'lmaydi. O'shuning uchun bugun o'rgatgan narsamni yangi yil kutib o'tirmasdan qilinglar. Bugun qilinglar, ertaga qilinglar, va hokazo. Faqat kutmanglar, dushanba kerak emas. Yangi yil, men sizlarga aytaman, oldindan men prediction deb hisoblasanglar bo'ladi, ya'ni men bashorat qilyapman. Agar qaysidir biringlar men o'rgatgan usulni yangi yilga qoldirsanglar, yangi yilda hech narsa qilmaysizlar. Вот прям точно. Bu yerda bitta zo'r yana bitta effekt bor psixologiyada. Har ish bori qilishingiz kerak bo'lgan ishingizni har bir kuni qoldirilgan bir kuni haligi ishni amalga oshish ehtimolini kamida 40% ga kamaytiraveradi. Kamayib ketaveradi. Bir oy, 2 oyga qoldirsangiz bo'ldi, вообще amalga oshirish o'ta qiyinlashib ketadi. Shunchaki amalga oshira olmaysiz. Shuning uchun
Bu psixologiya, hammamiz insonmiz, biz psixikamiz, miyamiz bir xil ishlaydi. Mana shu narsani tushunib olaylik. Endi miyamizni bo'shatishdan boshlashimiz kerak. Men nima qilganman? Mana shu birinchi usul. O'tirib olganmanda, mana oddiy bitta stiker olasiz. Mana bunaqa mana stiker. Stiker deydi bu narsani. Shuni olasizda yopishadi bu. Yopishqoq anaqa. Qog'ozcha. Yopishqoq qog'ozcha hisoblanadi. Shuni olasizda nima qilasiz? O'tirasizda maqsadlaringizni yozasiz. Misol uchun 2026-yilga maqsad. IELTS 8,5 olmoqchiman. IELTS 8,5 olmoqchiman. Xudoga shukr. Tak, IELTS 8,5 olmoqchiman. Misol uchun mashina olmoqchiman, bilmayman. Prям o'tirib mana shunaqa doskagami yoki o'tirib stolgami yopishtirib chiqasiz. Ya'ni miyangizni bo'shatishingiz kerak bo'ladi. Tam ves qo'shmoqchiman yoki tam ves kamaytirmoqchiman. Yoki sport zaliga chiqmoqchiman. Yoki bilmayman. Tam kimgadir uylanmoqchiman va hokazo. Biznes qilmoqchiman, o'qimoqchiman, o'qimoqchiman-da, o'tirib mana shunaqa bitta pachka narsa olib olasiz. Bir pochka narsa olasizda. Bu kanselyarskiy do'konda sotadi. Bitta ruchka, bitta qog'ozcha bo'ldi. Yozdim, yopishtirdim. Yozdim, yopishtirdim. Yozdim, yopishtirdim. Bitta choy damlab o'tirib qilsa bo'ladi. Juda ham tez bo'ladigan ish. Keyin, ya'ni birinchi maqsadlarni yozganingizdan keyin resurslarni yozasiz. Nima resursingiz bor? Misol uchun menda u payt pul, networking hech narsa bo'lmagan, lekin menda resurs bor. Meni eng kuchli resursim, shaxsan meni eng kuchli resursim bu meni miyam deb hisoblayman. To есть meni logikam. Nima resursim bor? Logika bor. Mantiqim zo'r ishlaydi. O'qituvchiman, dars o'tishi tajribam katta. Xo'p, yana qanaqa resursim bor edi? O'sha paytda men o'sha yozib o'tirganimda shunaqa qilganman. Xo'p, bitta marketolog tanishim bor. U ham o'zi pandemiyada ishi yo'q, birgalikda nimadir qilsak bo'ladi. Va hokazo, va hokazo. Ish shunaqa qilib, maqsadlarni ham, resurslarni ham yopishtirib chiqasiz. Bu narsaga ketsa bir 20 daqiqa vaqtingiz ketadi. Plus minus 20 daqiqa vaqtingiz ketadi. Prям taymer olib, prям taymer olasiz, mana telefoningizda taymer olasizda. Shuni 20 daqiqa qo'yasiz, ketdi. Mana shuni 20 daqiqa qo'yib, shuni qo'yasizda boshlaysiz. Yozasiz. Bang 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 yozasiz. Mana bu stikerlarning ichiga hammasini yozib tashlaysiz. Endi keyingi etapda nima qilish kerak? Asosiy masala nimaga stiker davron ekan? Misol uchun oddiy bitta qog'oz ishlatsam bo'lmaydimi degan savolga javobim juda oddiy. Stikerda bitta maqsad bitta stikerga yotadi, bitta resurs bitta stikerga yotadi. Uni yoyib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni yoyib qilsangiz bo'ladi. Bu juda ham qulay. Bu qulaylikni olib keladi. Endi undan keyin prioritetlarni aniqlaysiz. Nima degani prioritet? Nima degani prioritet? Prioritet degani bu muhimlik. Men sizga aytaman, men sizga bitta narsa aytaman. Maqsadingizni примерно 90% siz uchun muhim emas ko'pincha. Bilaman muhimdek tuyuladi. Bilaman ehtimol hozir gapim sizlarga beyiliga sal qarshilik ko'rsatayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin ishoning, ko'pincha muhim bo'lmaydi. Muhim degani nima degani? Muhim degani qadriyatga yaqin degani. Misol uchun ba'zi bolalar BMW olaman deydi, bir narsa qilaman deydi. Nima qilasan BMW-ni? Kapital o'stir. Tushunasizlarmi? Mana shu prioritetda nima? Prioritet, uni prioriteti mashinaga o'tirib kimnidir lol qoldirish. Yoki tam iPhone misol uchun men kechagi o'g'il kun dars o'tdim bolalarga, tushuntiryapman. Men iPhone 15 tutaman. 17 ga pulim yo'qmi? Bor. Lekin nima qilaman 17 olib? Men kimni hayron qoldiraman? Men telefonimda Telegram, Instagram ishlataman, bo'l. Bitta shu kameraga ham olmayman deyarli hech narsani. Misol uchun-da, ya'ni prioritet nima? O'zi nima xohlayapsiz bu hayotda? Nima siz uchun muhim? Nima sizning qadriyatingizda bor? Kimnidir hayron qoldirish uchun boymoqchi bo'lsangiz, yo'ldan qayting, hech kimni hayron qoldirish, kibrga berilish, boshqa narsa kerak emas. U вообще u rudimentarniy maqsadlar, ular kerak emas hammasi. Qolib ketgani yaxshi. Shuning uchun prioritetlarni aniqlash kerak. Nimaga Davron aka prioritetni aniqlashim kerak? Hamma maqsadimni amalga oshira olmaymanmi deydiganlarga meni javobim juda oddiy. Hurmatli ishtirokchilar, resurslar cheklangan, sizning hayotingiz cheklangan. Siz ko'p yashamaysiz. Ja bo'lsa 100 yil yashaysiz, tushunasizmi? Даже duo qilganda ham 100 ga kirgin deydi. 1000 yil, 2000 yil yashamaydi odam. Odamni umrini chegarasi bor. Odam qila oladigan ishi ham qanaqadir chegarasi bor-da va mana shu chegaralangan narsani o'ylab sarflashingiz kerak. Siz sovurib tashlasangiz bir narsalarga, prosta umringiz o'tib ketadi. 26-yil 25 dan qanaqa farqi bo'ladi unaqa? Maqsadingiz qanaqa farqi bo'ladi? Ya'ni yilingiz. Tushunamsizmi? Bir yilda o'zi mana asosiy kredim bir yilda bitta maqsad.
No, men sizga aytaymi, bitta Warren Buffett degan odam bor, juda yaxshi tanisanglar kerak. Warren Buffett qoidasi bor. Buffett shaxsiy samolyotini bir necha 10 yildan beri uchiradigan odam oldiga kelib so'ragan. Milliardersan, investorsan, shuncha pul qilasan, milliardlab dollar puling bor. Siri nimada deganda Buffett aytgan, men qara degan. Shuni sxemada tushuntirib bergan. Shuni bitta list olasan degan, 40 ta maqsadingni yozasan degan. 40 ta maqsadingni yozasan degan. 35 tasini o'chirib tashlaysan degan. 5 tasini amalga oshirmaguningcha qolgan 35 tasini umuman o'ylamaysan degan. Bo'l. Mana shu zonada sen o'sasan degan. Ya'ni ko'pchilikni asosiy muammosi fokus yo'q. Fokus yo'q. Misol uchun o'tirdingiz, stikerlarni yopishtirib tashladingiz. Men bilaman, men bitta bor hozir maqsad qo'yinglar desam 87 ta maqsad qo'yasizlar. Juda ko'p maqsad qo'yadi odam. Lekin asosiy masala nima? Undan keyin o'tirib, qaysi maqsadni 26 da oshiraman? Qaysi biri menga o'zi kerak emas yoki 27 da oshiraman? Qaysi biri kerak bo'lmaydi? Qaysi birini oshiraman? Qaysi biri kerak bo'lmaydi deb tanlab olmasangiz, 26-yilda ulgurmaysiz. Qila olmaysiz bu narsani. Hech qachon inson, misol uchun olimpiadani olsangiz ham dzyudodan, ham boksdan yutmagan bunaqa odam yo'q. Yo'q bunaqa odam. Odam zotida bunaqa inson bo'lmagan hali. Ya'ni ham boksda olimpiadani bor yutib, keyin 4 yildan keyin kelib kurashni yopishtirgan inson bo'lmaydi. Bunaqa bu fantastik edi. Bunaqa bo'lmaydi. Tushunasizmi? Bitta yo'nalish tanlash kerak. Ya'ni maqsadda ham xuddi shu narsa. Bitta narsani tushuning. Yilingiz ichida 5 ta maqsad bo'lsa, 26-yilga mana shu miyangiz bo'shatganingizdan keyin 5 ta maqsadni qoldiring bo'ldi. Yopishtiring, shunga bosing. Prям bosing. Shunaqa maqsadlarni qoldiring, eng go'shliklari, hayotingizni o'zgartiradiganlari bo'lsin. Tam kimnidir hayron qoldiraman, BMWda yuraman, bir narsa qilaman. Yo'qotinglar unaqa narsalar. Qaranglar, asosiy masala. Mana shu 5 ta maqsadni qo'yganingizdan keyin sizni yelkangizdan yuklanma tushadi, fokus paydo bo'ladi. Siz to'ch bo'ldi. Konkretni tushunasiz, nima ustida ishlashim kerak va nima ustida ishlashim kerak emas. Tushunarli bo'ldimi? Bir bosib yuboringlar, tushunarli bo'lsa. Bir bosib yuboringlar, davom etamiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa bir bosib yuboringlar. Davom etamiz. Ya'ni bu davomi bor. Ya'ni yarim soatlik ish aytdim sizlarga hozir. Bugun qilishinglar kerak, lekin mana shu narsaga kelishib olaylik. Ertaga, indinga, dushanba kuni, yangi yilda, hozir bayramdan keyin kelinglar, o'zinglarni aldamanglar. Mayli, meni aldaysizlar, o'zinglarni aldamanglar. Prosta o'zinglarni unaqa qilib, haligi qilib hayotinglarni o'tkazib tashlaysizlar. Endi ikkinchi sir. Qanday qilib qo'yilgan maqsadlarni tez va oson rejalashtirib amalga oshirish mumkin? Qanday qilib qo'yilgan maqsadlarni tez va oson rejalashtirib? Endi kuchli usullarni o'rganish uchun menda yetarli qobiliyat emas degan tushuncha bor ko'pchilikda. Ayniqsa eslab qolishda bu juda ham menda ko'p ko'rinadi. Mana kelgan odam bitta fikri bo'ladi. Davron aka, sizda talant bor, menda yo'q. Yoki tam hozir kuchli shogirdingizda talant bor, menda yo'q. Men bitta narsani aytay, qaranglar, 50 mingta odam o'qidi. O'shaqa bepul webinar, marafon, parafonga umumiy registratsiyalar soni 3 milliondan o'tib ketgan. Oxiriga shu 5 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. To'g'risini aytaymi, men talantli odam ko'rmadim. Men bilmayman, bordir, ehtimol kimdir qanaqadir xotirasi o'ta kuchli bir inson bordir, hattoda yashayotgandir o'sha. Men u odamga uchraganim yo'q men bu odamga. Men dunyodagi reytingda birinchi o'rinda turuvchi insonlarni taniyman. IM yo'nalishi bo'yicha, WMC yo'nalishi bo'yicha eslab qolish chempionlari, rekordsmenlari. Talant emas birottasi, hammasi shug'ullanib, o'zida o'sha qobiliyat shakllantirgan insonlar. Tushunasizlarmi? Asosiy masala shunda. Xuddi shu narsa maqsad qo'yishda. Hozir kimdir o'ylayotgan bo'lishi mumkin, men maqsad qo'ysam, menda o'xshamasligi mumkin. Yo'q, o'xshaydi. Bir kishi qilyaptimi, sizda ham o'xshaydi. Qanaqadir kam joyingiz yo'q. Siz yoki Nobel olib, Olimpiya chempionatiga borib yutmoqchi emassiz-ku. Siz prosta o'zingizni amalga oshirgan, qo'ygan maqsadlaringizni qilmoqchisiz. Tamom, bu narsani любой kishi qila oladi. Qanaqadir qiyin narsaga qarash kerak emas bunga. Xotirani rivojlantirishda eng ko'p uchraydigan holatda mana shu. Talant bilan mehnatni doim to'qnashtiradi bir-biriga. Men sizlarga aytaman, 99% holatda mehnat yutadi. 99% holatda mehnat qilgan inson yutib ketadi. Men bu narsani ko'rib, ko'zim qashqib ketgan. Shunaqa ko'p keyslar bor. Men eng qizig'i qaysidir kitobdan aytib bermayman sizlarga hozir bu narsani. Bu narsa meni hayotimni prям ichida bor-da, mana struktura hayotim markazidan o'tadi. Nimaga? Chunki men xotira bilan shug'ullanaman. Rekordli jahon chempionatlari yoki misol uchun O'zbekiston bu yil birinchi o'rinni olgani bois men sizlarni ham tabriklayman, chunki hammamiz O'zbekistonlikmiz. Asosiy masala nimada? Mana negizi, masalan negizi. Yetarlicha mehnat qilsangiz, yaxshi natija olishingiz aniq. Endi, men bunga e'tibor beringlar. Bu juda ham muhim narsa. Buni Gauss yoyi deydi. Gauss yoyi deydi. Qaranglar. Bu yoy nima deydi?
Gauss degan matematik bo'lgan. Gauss degan matematik bo'lgan va bu juda ham ajoyib narsani ko'rsatib bergan. Qaranglar. Taxminan 0.1% inson, taxminan 0.1% inson ahmoq bo'ladi. Juda ahmoq bo'ladi. Umuman hech narsani tushunmaydi, bir kitob o'qishni ham o'rgata olmaysiz unga, hech narsani tushuntira olmaysizmi? Eng qizig'i bu yerda ahmoqlik yo'q katta ehtimol bilan, chunki gapirayotgan gapimni hazm qilib, tushunib qanaqadir kommentga nimadir yozib o'tiribsizlar. Bu tamom, demak, men bitta emassiz. Taxminan 0.1 inson, foiz inson daho bo'ladi. Geniy bo'ladi. Bu tam Einstein, Al-Buxoriy, Alisher Navoiy, Ibn Sino, любой emas, daholar bular qisqasi. Bu insonlar вообще bular nereal bularga yetib borish o'ta qiyin. Buni inobatga ham olmasangiz bo'ladi. Ya'ni daholar bilan o'zingizni solishtirmasangiz ham bo'ladi. Endi yoy bo'yicha bizga ko'rinib turibdiki, shuni slaydda olib chiqsanglar, mana yashil zona bilan sariq zonani ko'ringlar. Mana sariq zona 13.6%, bu yoq sariq zona 13.6%, o'rta 34.1% dan turibdi. Jami 95 butun, qaranglar, 95.4% inson bir xil qobiliyatga ega. Qalaysizlarga, ya'ni bir xil qobiliyatga egamiz. Biz hammamiz bir xil qobiliyatga egamiz. Primer. Bu tomonda ahmoqlar va bu tomonda super aqlli insonlar ular kam. Ular kam. Odamlarning katta qismi, siz bilan raqobat qiladigan odamlarning katta qismi, IELTSda deysizmi, biznesda deysizmi, boshqa sohada deysizmi, primerni siz bilan bir xil. Taxminan bir xil. Bu matematika, bu toza statistika haqida gap ketyapti. Bu fakt. Masala shundaki, siz to'g'ri mehnat qilish orqali o'zingiz любой maqsadingizni amalga oshira olasiz. Misol uchun meni bitta shogirdim bo'lgan, shunaqa to'g'rimiz bo'lgan. Voy. Bu bunaqa muammoli odam menga qaytib kelmaganda, ishaning 2018-yil birinchi men kurslarimni ochganimda oldimga kelgan bitta bola bor edi. O'zi yaxshi, tipi tam gaplashishi, boshqa narsasi, tarbiyasi o'zi zo'r bola. Juda sekin. Judayam sekin, miyasi o'ta sekin ishlardi. Mavzularni sekin tushunardi. Kechalari soat 11 da menga yozardi. Davron Shuhratovich, men u paytda rus tilini o'tardim darslarni. Davron Shuhratovich, pomogите тут, pomogite там, это объясните, uni tushuntiring, buni tushuntiring. Men buni tushunmadim. Raqam eslab qola olmayman. Ingliz tilida xorijiy so'zlarni eslab qola olmayman. Uni qila olmayman, buni qila olmayman. Qisqa qilib aytganda, mana shunaqa uni takoy tubiy qanaqadir tormizligi bor edi. Yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda, o'zi yaxshi bola edi. Endi men o'sha o'qituvchi bo'lgan paytlarim bu. O'qituvchi bo'lganimda men unga ko'rsatib tushuntirishga harakat qilganman. Boshlang'ich natijalarni olganimda, ya'ni bizda boshlang'ich natijalar bor. Men doim nimadan mana istalgan onlayn kursimni olsangiz, qanaqadir boshlang'ich vazifalar, boshlang'ich natijalar bo'ladi. U bolada shunaqa past edi, o'rtachadan past edi. Men o'ylaganman, bu bola torta olmaydigan fikr bor edi menda. Lekin meni hayot, fikrlashimni o'zgartirgan case bo'ldi shu bola oqibatda. Keyin nima bo'ldi? Men soddalashtirishni boshladim. Men unga aytdim, davay, soddaroq, qiynama o'zingni, katta qilmaganda ozginadan boshlaylik. Ko'p eslab qolmay, kam eslab qol, faqat bardavom qilaylik shu narsani. Bardavomli, intizom va hokazo haqida ertaga prям chuqur gaplashamiz, lekin bitta masala, men aytganman, soddalashtiraylik degan. Tushundingizmi? Har safar soddalashtiring. Natija soddalikda. Natija qiyinlikda emas. Hamma narsa eng sodda narsalar zo'r natija beradi. Buzilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Misol uchun men doim wheelni misol keltiraman. G'ildirak. 6000 yil oldin paydo bo'lgan narsa hozir любой mashina turibdi-da. Nimaga? Chunki mexanizm sodda, oddiy yumaloq narsa. O'rniga hech narsa hech kim topmadi hali. 6000 yildan beri bor. Tasavvur qiling, sodda narsa qanaqa zo'r natija beradi. Men aytdim, soddalashtir. Qiyin mavzularni tushunishga harakat qilmang. Sodda natija, sodda natija va hokazo. Sekin yig'ib olasan va bu narsa senga haligi keltiradi. Misol qilib keltirib beraman. Bitta bu ham mana shu Darafeyev kitobidan bitta zo'r misol. Podshoh bo'ladi bitta. Podshoh bo'ladi-da, u nima qiladi? Bitta qonun yozadi. Qonun bo'yicha o'g'irlik qilgan insonning ustiga 1 tonnalik tosh tashlanadi. Ya'ni ustiga tashlash kerak bo'ladi. Biram qonunda shunaqa yozilgan bo'ladi. Kimdir o'g'irlik qilsa 1 tonnalik tosh ustiga tashlaymiz. Keyin kichkina o'g'li bir joyda o'g'irlik qilib qo'yadi, shahzoda. Keyin vazirlar aytadi, shu podshoh deydi, qonuningni amalga oshirmasang, xalq senga qarshi chiqadi deydi, qo'zg'olon bo'ladi. Yaxshilik bilan tugamaydi. Undan tashqari o'zingni podshohlik obro'ying ham qolmaydi odamlarning oldida. Mana shu narsani amalga oshirishing kerak deydi. Bitta vaziri zo'r narsa o'ylab topadi. U haligi 1 tonnalik tosh oladi, mayda narsalarga, toshlarga bo'lib chiqadi.
mingta mayda toshga bo'lib chiqib, просто shahzodani ustiga tashlaydi. Shahzoda ham tirik qoladi. O'sha hikoya bo'yicha, rivoyat bo'yicha amalga o'sha qonun amalga ham oshiriladi. Xuddi shu narsa hayotda. Nimadir qiyinlik qilyaptimi, soddalashtirish kerak. Nimadir qiyin bo'lyaptimi, soddalashtirish kerak. Qiyinlashtirish kerak emas. Har qanaqa jarayonni soddalashtiring. Har qanaqa jarayon. Hozir tushuntiraman chuqurroq. Men keyin u bolaga haligi o'sha shogirdimga aytdim, "Davay, oson narsadan boshlaylik. Mayda qildik. Mikro qadamli usuli deydi bu narsani. Oldimda maydalashni boshladim. Misol uchun deylik, siz ingliz tili bilan shug'ullanmoqchisiz. Eng sodda narsadan boshlang, eng oddiy narsadan boshlang. Kuniga 20 minutdan, kuniga 10 minutdan. Ba'zilar aytadi, "Men kuniga, mana misol uchun oddiy sizlarga savolda, 5 yil, 3 yil, 4 yil yoki 10 yildan beri til o'rganaman, ana boshlayman deb hali ham boshlamaganlar bormi? Men deb yozinglar." Xudoga shukr. Men deb yozinglar. 5 yil, 3 yil, 1 yil, 2 yil, 10 yil boshlayman deb yuribsizda, dars bepulmi? To'lamasdan kirdingiz-ku, bepulda. Ko'ryapsiz-ku meni. Dars o'tyapman-ku. Mana men deb yozyapsizlar. Endi qaranglar, men aytaman-da ba'zi shogirdlarga, deyman, 10 minut shug'ullan kuniga deyman. Nimamish 10 minut kam-ku deydi. Hozir qancha shug'ullanyapsan? Hech qancha deydi. 10 minut hech qanchadan 10 minut cheksiz barobar ko'p. 0 dan 10 minut, mana 0 minutdan 10 minut cheksiz barobar ko'p. Cheksiz barobar. Nima kam? Nimasi kam? Ajoyibda odamlarga. Bir betdan kitob o'qi desam, mana o'zi keldi. Men kitob o'qiy olmayman. Dangasalik qilyapman. Hop, umuman o'qiy olmaysam, yo'q o'qiy olmayman. Kuniga 5 minutdan o'qi. Kam-ku. Tars ursizda nima kam? Nimaga kam 5 minut? 5 minut kam emas, 5 minut ko'p. 5 minut ko'p. Kim aytdi 5 minut kam deb? Undan oldin qilgan natijangdan ko'p-ku. Tushunyapsizmi? Sodda narsadan boshlash kerak-da. Shu bola bilan prям mikro qilib maqsadni qo'ygandan keyin mikro qilib sekin bir chekkadan shug'ullanib keldik-da va kunlik rejalar va umumiy maqsadlarni ajratib oldik. To есть u bolani maqsadlari bor edi. Bir nechta hozir maqsadlarni aytib o'taman. Va kunlik rejalarni ajratib oldi. Ya'ni kunlik reja deganda bitta bloknotda olardi-da, oddiy bitta bloknot. Bugun ham 10 minut buni qilaman, 5 minut buni qilaman deb prям sodda oddiy narsalarni qo'yardi o'ziga. Ko'p katta nagruzka qo'ymaganman eslab qolish bo'yicha, chunki qiynalardi, realni qiynalardi bola. Doimiy qiladigan ishlarni yozib olgan. To есть har kun qilishim kerak bo'lgan ishlar. Misol uchun deylik, kimdir til o'rganmoqchi. Har kun yarim soat ertalab til o'rganishdan boshlaysiz yoki kimdir pul ko'paytirmoqchi. Har kun biznes haqida nimadir ko'rish 20 minut. Yoki har kun yoki oddiy misol, mana o'zi krizis menejment bitta qoidasi bor, zo'r qoidasi. Boyishni nimadan boshlash kerak? Pul ekonom qilishdan boshlash kerak o'z asnoga. Tushunasizlarmi? Pul ekonom qilishdan boshlash kerak. Chunki deylik, siz oyga 10 ming topib, 10 ming tekis ishlatsangiz, siz hech ham boy emassiz-da. Mana shunda yashaysiz. Mana shunda tekis yashaysiz. Keyingi oyga hech qanaqa pulingiz bo'lmaydi o'sha. U pul keladimi, kelmaydimi xudo biladi. O'shanga aytayman. Ya'ni doimiy kundalik ishlarni bloknotga, prosta bitta bloknot, buni qilaman. Bo'ldi. Boya yozib chiqqan maqsadlaringizga prosta oid bo'lsa bo'ldi. Til o'rganmoqchimisiz, cho'tka. Qila olmayapsizmi? Dangasalik qilyapsizmi? Yana bir marta, dangasalik intizom va hokazo ertaga polni chuqur kiramiz. Lekin asosiy masala nimadan iborat? Sodda narsani qilishdan boshlaylik, kelaylik, shundan boshlaylik. Mensimaslik yomon juda ham. O'zimizcha kichkina mehnatni katta kichigi bo'lmaydi, men sizlarga aytaman. Mehnatni katta kichigi bo'lmaydi. Men yarim soatdan shug'ullanib shuncha natijalar qilib tashlaganman bir paytlar. Yarim soatdan xotiramni rivojlantirardim. Vaqt yo'qligini kuniga yarim soat vaqt ajratardim, yopishtirib tashlaganman. Ertalab 15 minut, kechqurun 15 minut. Ito yarim soat birdaniga emas. Ertalab 15, kechqurun 15. Umumiy yarim soat. Tushunasizlarmi? Shu oqibatda qanaqa effektga olib keldi-da. Jarayoniy shu kundalik ishlar. Ya'ni jarayoniy kundalik ishlar degani, maqsadim uchun mana har safar o'zingizga savol bering. Maqsadimga erishish uchun bugun nima qildim? Kichkina bo'lsa ham nimadir qilib qo'ying. Kichkina bo'lsa ham nimadir qilib qo'ying. Sложный процент degan narsa bor. Misol uchun mana mediada bitta zo'r narsa bor. Agar bir haftada bir marta 7 kunda bir marta bitta video qo'ysangiz, 7 kunda bir marta video qo'ysangiz, har kun bittadan video qo'ysangiz, 10 yil ichida agar har bitta qo'ygan videoingiz taxminan 0.5% auditoriya ko'paytiradigan bo'lsa, qo'shimcha odamlar qo'shadigan bo'lsa, 7 kunda bitta video qo'yadigan odam 10 yildan keyin 12-14 mingta odami bo'ladi. Примерно. Har kun video qo'ygan inson 1 million kishi bo'ladi. Dahshatli darajada farq qilishi mumkin kichkina mehnat.
Prям dahshatli darajada. Tushunasizlarmi? Mana shu narsani inobatga olinglar har doim. O'sha bolaga mayda maqsadlarga tegishli mayda narsalarni qildimda, oqibatda nimalar bo'ldi? Eslab qolish, birinchi chempionat, sразу ikkinchi o'rinni olgan. Birinchi O'zbekistonda birinchi chempionatda o'tkazganmiz, o'sha 19-yil bosh edi. Ikkinchi o'rinni olgan, ancha-muncha rekordlarni yangilab tashlagan shu yigit, ingliz tilini o'rgangan va oqibatda chet elga o'qishga kirgan. Adashmasam bitirib ham keldi o'sha. Adashmasam o'sha bitirib ham keldi. Mana sizlarga mayda narsani natijasi. Shuning uchun o'zingizcha men bittada katta ish qilaman, tuda-suda, unaqa mehnatga nisbatan unaqa behurmatlik qilmanglar. Kichkina mehnat ham mehnat. Kichkina qadamlar ham qadamlar. Endi ikkinchi sir tushunarli bo'lgan bo'lsa, 2 bosib yuboringlar. 2 bosib yuboringlar. Ya'ni mayda nimadir? Mayda kichkina nimadir? Savol. Maqsadimga erishish uchun bugun nima qilaman? Kichkina, ozgina, bir donagina qadamcha, ozgina, bir donagina. Yo chempion bo'lolmadi, lekin ikkinchi o'rin oldi. Xo'p, qaranglar, 3-sir. 3-sir, yana bir marta. Qaranglar, mana shu yerda 3-sirga o'tishdan oldin bitta kichkinagina masalaga remarchka qilib berishim kerak edi. Mana shu narsani masalaga aytib o'taman. Muvaffaqiyatga erishishgan va erishmagan odamlarni bitta narsa ajratadi xolos. Bu takrorlashlar soni. Bu hajm emas. Hattoki bizning yo'nalishda eslab qolishda haftasiga 7 kun bo'lsa, haftasiga umumiy 7 kun bo'lsa, misol uchun oladigan bo'lsak, kimdir deylik haftada 2 kun, misol uchun chorshanba bilan shanba kuni 4 soatdan mashq qilyapti. Eslab qolish bilan. Kimdir esa har kuni 20 minutda. Har kuni 20. Prosta har kun bardavom. Mana bu inson yutadi. Long termda bu inson yutadi. Bu yerda nakopitelniy effekt o'ta kuchli bo'ladi. Maqsadga erishishda qo'yishda ham xuddi shunaqa. Hech qanaqa farqi yo'q. Mayda shu Alisher Navoiy bekor etmagan, osos o'rganib dono bo'lar, qatra yig'ilib daryo bo'lar. Daryo emas, okean bo'ladi. Shunaqa katta anaqa narsalarni o'zingizga olishingiz mumkin kichkina harakatlardan. Shuning uchun o'zingizcha takoy mensimasdan kichkina harakat tudasida qilmanglar. Xo'p, endi keyingi masala. 3-qadam. Qanday qilib bo'ldimi? Qanday qilib rejalashtirgan maqsadni hayotingizga integratsiya qilishingiz mumkin? Bu juda ham muhim narsa. Hayotingizga integratsiya qilish nima degani? Hayotingizni ichiga kirgizmasangiz, agar siz uchun bu tizimga aylanmasa, har kunlik maqsadingizga erishish jarayoni siz maqsadingizni amalga oshira olmaysiz. Endi integratsiya nima degani? Qarab turinglar. Birinchi asosiy masala va ko'pchilik tushunmaydigan masala nimadan iborat? Muvaffaqiyatga erishishda tashqi omillar xalaqit beradi degan tushuncha bor odamlar. Yani sizlarda tushuncha bor. Tashqi omilga nima kiradi? Uydagilar, sharoit yo'q, kimdir xalaqit beryapti, do'stlar, postlar, kimda bor shunaqa tashqi omil? Men deb yozinglar. Kimda sizni muvaffaqiyatingizga erishishda xalaqit beruvchi tashqi omilingiz bor? Men deb yozinglar. Kimni vaqti yo'q? Men deb yozinglar, vaqti yo'qlar. Meni vaqtim yo'q, men shug'ullana olmayman, men til o'rgana olmayman, men o'zimning maqsadimga erisha olmayman. Va hokazo degan tushuncha bor. Vaqt masalasi, ya'ni bir narsa masalasi. Men deb yozinglar. Kimda bor bunaqa narsa? Men deb yozinglar. Men sizlarga bitta kichkinagina asosiy masalani aytib o'taman. Har doimgidek keysda razbor qilib beraman. Qaranglar, asosiy omillar, asosiy xalaqit beruvchi omillar ko'pincha yaqinlar. Do'stlar va hokazo. Men sizga точно aytaman, 2011-yilda universitetga tayinlanish boshlaganman, fevral oyi edi. Men polniy tarki dunyo qilib yuborganman. Chunki men o'qishga kirmasam bo'lmaydi deganman. 2009-yil 3-noyabr kuni men Rossiyaga ishlaganga ketganman. Moskvada ishlaganman. Shu Moskvada kimdir ishlayotganmi yo'qmi oranglarda bilmayman. Metrovodniy stadionda yashardim o'shanda. Ertalab soat 5 da turardim ish joyimgacha yetib borish uchun. Chunki u Prospekt Vernatskoy degan metro bo'lardi. U yerda katta bitta stroyka obyekt qurilgan. Zamoskvoretskiy ko'chada. Men o'sha yerda chiqib, ya'ni men maktab bitirib Rossiyaga ishlagan ketganman. Gastrobayter bo'lganman. O'sha yerda chiqib borardim. Va qaytib kelganmanda aytganman, deganman, menga bo'lmaydi bunaqa yashash. Men o'qishga kirib mutaxassis bo'laman deganmanda, o'qishga kirish tayinlanganimda og'aynilarim miyamni yeb yuborgan. Sen qo'shilmaysan, oqibating yo'q, choyxona, moyxona, ko'chada aylanamiz, bir narsa qilamiz, sen kelmayapsan, o'qimayapsan, bo'qimayapsan. Men maqsadimga erishmoqchiman. Men mehnat qilyapman, lekin ular podдержка qilmagan. Shuning uchun yaqinlik asosiy omillardan biri.
Asosiy omillardan biri. Keyingi masala muhit va sharoit. Ya'ni kimdadir pul bo'lmaydi, kimdadir yana nimadir bo'lmaydi, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi. Muhit chatoq bo'ladi, uyda muammo bo'ladi, yana nimadir bo'ladi va hokazo. Bu ham bor. Va uchinchi masala vaqt omili, vaqt yetishmovchilik. Kimdadir ish ertalabdan kechgacha ishda, bankda o'tdi, bu yerda yoki biznes bilan shug'ullanadi, kimdir vaqti yo'q. Qo'pol qilib aytganda. Va hokazo. Eng qizig'i men sizlarga bitta narsani aytaman. Mana bu ham bitta achchiqda-ku, achchig'idan haqiqat bo'lsin sizlar uchun. Mana shu 3 ta muammo, ya'ni yaqinlar sizni oyog'ingizdan tortishi, muhtis doim qanaqadir muammoda bo'lishi va vaqtingiz yetishmovchiligi umringizni oxirigacha bo'ladi. Ya'ni mana shu 3 ta muammodan siz hech qanaqasiga xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham qutula olmaysiz. Yashab yuribsiz, sizda muammo doim bor. Hatto ertaga nima yeyman degan muammo bo'ladi, chunki siz tiraysiz. Masala shunda. Endi bitta odamni ajoyib keysini aytib beraman va bu narsani men o'zim shogirdlarimga doim targ'ib qilganman. Oqibatda mana shu targ'ibot asosida 2025-yilda borib jahon chempionatini yopishtirib keldik. Mana kubikimiz ham xuddi shu yerda turibdi. Men sizlarga dash ko'rsataman. Voy, medallarini bolalar o'zlari olib ketishgan. Mana World Memory Championship Best Team First Position, ya'ni birinchi o'rin. Eng yaxshi natijani O'zbekiston qilgan, xudo xolisa. Endi qaranglar. Asosiy masala nimadan iborat? Asosiy masala nimadan iborat? Men bu insonni yana bir ko'rib oringlar, yaxshilab yuzini. Bu insonning ismi Ben Pridman. Bu odam Londonda yashagan. Mana bu Londonda bo'lsak, mana bu prigorod, ya'ni o'sha Londondan tashqaridagi joy. Uyi shu yerda bo'lgan. Endi bu odam Londonda yashab yurganda buni asosiy kasbi buxgalter, raqamlar bilan ishlaydi, va mana shu inson Londonda eslab qolish bo'yicha musobaqa bo'lgan. Bu kelganda men qatnashib ko'raman, men buxgalterman-ku, men anaqaman-ku, tipi meni xotiram zo'r-ku deganda o'zicha kelganda qatnashgan, tam raqamlardan meni yutaman deb o'ylaganda yuta olmagan. Qarasa, вообще dahshat eslab qolyapti odamlar. Hayron qolgan, u qanday bunaqa narsa bo'lishi mumkin. Keyin bilsa maxsus texnikalarni ishlatishar ekan ular. Bu odam nima qilgan? Endi yoshi u paytda уже tam yosh bola emas edi, 35 dan o'tgan edi. Va o'ylagan, "Tak" degan, qanday qilib men o'sha keyingi yil chempionatda qatnashsam bo'ladi. Orada 1 yil vaqt bor. Va uni xayoliga bitta zo'r ideya kelgan. Ya'ni uni uyidan ishigacha, ishidan uyigacha poyezdda 40 daqiqalik yo'l bor edi. 40 minut bir tomon, 40 minut ikkinchi tomon. Tushunamsiz? 40 minut ikkinchi tomon. Jami 80 daqiqa, ya'ni 1 soat 20 minut. Har kuni 1 soat 20 minut, 1 soat 20 minut vaqtini u yo'lda sarflardi va u o'ylagan, "Tak" degan, mana shu vaqtda prosta tak o'tirib ketaman har kun. Keyin men o'zimni xotiramni rivojlantiraman. Va shug'ullanishni boshlagan. Ben Pridman shug'ullanishni boshlagan. Keyin nima bo'lgan? Fenomen bo'lgan bu narsa, fantastika bo'lgan haqiqiy. U jahon chempionatiga kelganda yutgan, dunyodagi eng kuchli xotira egasi bo'lgan, undan keyin yana 2 marta yutgan. 3 karra eslab qolish bo'yicha jahon chempioni. Poyezdda shug'ullangan odam, vaqti yo'qligidan. Qani sizlarga fikr? Vaqtim yo'q, bir narsam yo'q. Men bitta narsani sizlarga aytaman-da. Qaranglar. Tishingizda muammo bor. Tasavvur qiling, tishingizda ham karies bor yoki yana bir narsa bor. Stomatologga vaqt topa olmaysizlar. Yuraverasizlar, to'g'rimi? Qanchadan vaqt kerak bo'lsa, yillab yuradi tishida muammosi bor insonlar. Lekin tishingiz og'rib qolsa, agar tishingiz og'rib qolsa, dunyodagi hamma narsadan tashqari vaqt topasiz. Bu aniq, men garantiya beraman. Tishingiz og'risa, qayerda ishlashingizdan qat'iy nazar, nima holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar stomatologga vaqt topiladi. Topiladi mana shu vaqt. Mana shu vaqt qayerdandir paydo bo'lib qoladi, mo'jizaviy bo'lib. Shuning uchun vaqtim yo'q degani, bu vaqtim yo'q degani yaxshilab bilib olinglar, umringlarning oxirigacha mana shu narsani tushunib olinglar. Vaqtim yo'q. Bu aslini olganda menga muhim emas degani. Mana shu 100%. Ya'ni vaqtim yo'q deyapsizmi? Demak sizga muhim emas. Tamam, sizga muhimmi 2026-yilda o'zingizni hayotingizni o'zgartirishda? Ha bo'lsa, ishaning vaqt paydo bo'lib qoladi. O'zidan o'zi mo'jizaviy bo'lib, nimadirlar bo'lib, точно paydo bo'lib qoladi. Точно paydo bo'lib qoladi vaqt.
Endi befoyda harakatlar qonuni qanday qilib o'sha vaqtni minimallashtirib topish mumkin? Qanday qilib vaqtni minimallashtirib topish mumkin? Menda davlat ishchilari ham ko'p o'qiydi. Va menda bitta keys bo'lgan, ajoyib keys bo'lgan. Bitta mansabda o'tiradigan aka bordilar. Yoshi katta emas, mendan 3-4 yosh katta edi. Mana shu insonni muammosi bor edi. Ishxonaga boradi, keladi. Nimadir o'rganyapti u. Adashmasam, til o'rganyapti. Shu qayerda vыступлениеga boshqa chiqqanda, sahnaga chiqqanda uyalib qolyapman. Okey. Vaqt yo'q deyveradi. Men keyin bir nechta algoritmlar qilib berdim. Uyda, misol uchun har kun uyda o'tirib ujin qiladi. Uyga keladi, ujin qiladi, nimadir yeydi stolda. Stolda ro'parasida xolodilnik bor. Yodlaydigan narsasini xolodilnikka yopishtirdim. Qo'liga bitta bloknot berdim. O'sha bloknotga yozib berilgan vazifalarni shopira minadi mashinani, o'sha mashinada ketayotganda bajardi. Kuniga ozgina, ko'p emas. Eng qizig'i uni xayolida bitta narsa bo'lganda, "Hech kim kam emasmi, Davron? Befoyda-ku" degan. Yo'q, okey, harakatda mana qonun, harakatda befoydasi bo'lmaydi. Befoyda harakatlar qonuni deb atalgani bilan uni foydasi shunaqa kattaki, men sizlarga tushuntiray, qarang. Har qanaqa harakatda ikkita bosqichi bo'ladi. Har qanaqa harakatda ikkita bosqichi bo'ladi. Yaxshilab tushunib olinglar. Birinchisi o'sha uchun harakat qiladigan, ya'ni o'sha natija uchun harakatni o'zi. Ikkinchi bosqich birinchi natijalar va feedback. Misol uchun, ingliz tilini o'rganyapsiz. Til o'rganadi, farqi ingliz tili tudasida bor, любой til. Endi natijalar bor, to'g'rimi? Birinchi natijalar bor, tam. Qayzir testni topshirdingiz yoki deylik gaplashishni boshladingiz yoki tushunishni boshladingiz va hokazo. Mana shu siz fokus qiladigan narsadan oldin qanaqadir muayyan harakat bor. Ya'ni har kun so'z yodlash, misol uchun, yoki darsga borish, yoki listening qilish. Eshitish, ya'ni listening, eshitish va hokazo. Ya'ni nimadir qilasiz, siz keyin birlamchi birinchi natijalaringizni olasiz. Ko'pchilik fokus mana bu yerda ushlaydi, fokus mana bu yerda bo'lishi kerak. Men aytaman, mana bu narsani qilmasdan, buni ola olmas ekansan, shuni minimallashtirib qilishni boshla. Ya'ni so'zni ozginadan 5 ta so'z yodla kuniga. Kuniga 5 tadan so'z yodla, ancha-muncha bo'lib qoladi. Darsga boryapsam, hatto haftasiga bir marta darsga bor. Hech bo'lmaganda bir marta darsga bor. Misol qilib keltirib beraman. Asosiy masala nimadan iborat? Tasavvur qilinglar, mana pandemiya paytidan beri 2020-yildan beri 6 yil bo'ladi. Pandemiya kirib kelganiga 3 oydan keyin 6 yil bo'ladi. Xudo xolasa 6 yil bo'ladi. 6 yil oldin til o'rganishni boshlab, ingliz tili, arab tili, xitoy tili farqi. Kuniga yarim soat, 1 soat o'sha til bilan har kun bardavom shug'ullanganingizda hozir qanaqa natija olardinglar? Chatga yozinglar. Chatga yozinglar mana, yana bir marta. 6 yil oldin pandemiya boshlanganda 3 oydan keyin 6 yil bo'lar ekan, xudo xolasa. Nima natija bo'lardi? Tam arab tili, ingliz tili farqi yo'q, bo'ytir. Kuniga yarim soat, 1 soat faqat tashlamasdan qilganinglar. Mana zo'r, kimdir PhD deyapti, kimdir bomba deyapti. Vashi zo'r natija olardik deyapti, va hokazo. Masala shunda-da. Kamida yaxshi bo'lardi. Kamida zo'r bo'lmasa ham yaxshi bo'lardi. Ya'ni sizni mana bitta muammoda bitta narsani uchun vaqtni biz sezmay qolamiz-da odatda. O'zimizcha 6 yil deymiz. Misol uchun meni oldimga kimdir kelsa, Xitoy tilini o'rganishga qancha vaqt ketadi desam, qanaqa darajagacha desam, zo'r gaplashmoqchiman Xitoy tilida, zo'r tushunmoqchiman desam, 5-6 yil ketsa kerak desam, voy, u ko'p-ku deydi. Nimaga ko'p 6 yil? Qanday ko'p? Men sezganim yo'q 6 yil o'tgan. Hozir aytaman, qanday o'tdi, qayerga ketdi bu 6 yil? Xudo bilan. Xuddi shu narsa ko'pchilikda bor-da. Birpasda o'tadi, ketadi. 26 ko'zingizni shuni ochib yumsangiz, 27 da sizlar bilan gaplashib turgan bo'lamiz, ya'ni vebinarda. Vaqt o'ta katta tezlik bilan o'tadi. Shuning uchun minimal narsalarni befoyda darajadagi bo'lgan narsalarni har kun bajaring. Minimal harakatlarni aniqlayingda, uni trekking qiling. Trekking deganda nima nazarda tutyapman? Shuni bitta narsani sotib olasiz.
kalendar. Как раз xudo xolasa mana 26 уже. Mana dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba va hokazo ketyapti-da. O'ziga o'zi aytasiz. Har kun nima qilaman? Men shu odamga, boya aytgan odamga mana shunaqa bitta kalendar qo'liga topshirdim-da, aytdimki, "Davay, har kun yodlangan so'zga yoki har kun o'qilgan narsaga просто galchka qo'yib ketaverasan. Men bu zanjir uzmasam bo'ldi" deganman. Oradan bir necha oy o'tdi. Natijalar вообще dahshat bo'lgan. Chunki undan oldin yillar mobaynida cho'zib yurgan u. Bu yerda уже вообще ko'zga ko'rinadigan такой go'shtli natijani olish boshlagan. Asosiy masala shunda, ya'ni trekking qilishingiz kerak. Minimal harakatni aniqlaysizda va trekking qilasiz. Ya'ni o'zingiz uchun amaliyot kvotasini berasiz. Nima degani amaliyot kvotasi? Siz o'zingizdan Xudoga shukr, o'zingizdan o'zingiz qarsiz. O'zingizdan o'zingiz qarsiz. Qarang, mana bunaqa narsada o'zingizga o'zingiz va'da bering. Har kun maqsadim uchun kichkinagina bitta narsani amalga oshiraman. Har kun. Har kun. Men ko'pincha shogirdlarga aytaman-da, har kun shug'ullanish kerak desam, kelishadi. Dushanba kungi zanatiyaga yoki boshqa joyga kelishadi-da. Davron aka deyishadi, har kun shug'ullandingmi desam, ha deydi. Yakshanba kun shug'ullandingmi desam, yo'q, yakshanba dam oldim deydi. Menga nima daxli bor yakshanba dam oldim? Xotiraga nima daxli bor yakshanba? Til o'rganishga nima daxli bor yakshanba? Nima daxli bor? Maqsad qo'yishdi, odat shakllantirishdi. Yakshanba, dushanba miya, tana kun tanlamaydi. Kun tanlamaydi. Miya, tana qanaqadir skill o'rganishingiz, ko'nikma shakllantirishingiz. Yana bir marta kun tanlaydigan jarayonlar emas bular. Men sizlarga aytayman, kun tanlaydigan jarayonlar emas. Ko'pchilik mana shu narsani tushunmaydi. Yoki kecha tug'ilgan kunim edi. Nima qilibdi? Nima qilibdi? Nima qilibdi? Men yangi yilda raqam yodlab kutib olardim. Raqam yodlab kutib olardim. Tasavvur qilasizlar, men shu darajada mukkasidan kirib ketgan odam bo'lganman. Oqibatda masala shunda. Shuning uchun qanaqadir bir boshingiz ichida kichkina narsani mensimaslikni olib tashamas ekansiz. Asosiy masala bu yerda mana 3-sir nima haqida o'zi? Trekking haqida. Tashqi omillar ta'siri ostida bo'lib qolmasligi uchun, vaqtim yo'q degan qanaqadir fikrga kirib qolmasligi uchun minimal qarz oling o'zingizga. Meni qarzim shu. Meni qarzim kuniga bir bet kitob o'qish. Meni qarzim, meni burchim, meni qarzim kuniga bitta yoki ikkita yoki uchta yoki beshta xorijiy yangi so'z eslab qolish. Meni qarzim mana shu va hokazo, ya'ni kundalik qarz bo'lsin sizga. Tushundingizmi? O'shani bajaring, o'sha asosiy narsa bo'lsin. Odatda shunaqa kichkina narsa bo'lsinki, mana zo'r bitta life hack, mana shu odamga tushuntirgan narsam shogirdga telefon olinadi har kun, to'g'rimi? Ertalab tursa telefonni qo'lga olamiz. Birinchi qiladigan narsa nima? Telefonni qo'l. Men aytamanki, shunaqa kichkina narsa qo'yginki, ertalab uyg'onishing bilan telefonni olishingdan oldin qilgin. Kun telefondan boshlamasa. O'shani qilib qo'y. Birinchi bo'ldi. Qildim, bugungi planim bajardim. Keyin telefonni ol. Va hokazo. Mana shunaqa tizim qilsanglar bo'ladi. Sekin-sekin maqsadingizga Xudo xolisa bu narsani yetkazib boradi. Qaranglar, 3-masala tushunarli bo'lsa yozinglar. Keyin yana bitta juda ham katta narsa bor. Men endi bu meni o'zimni anaqalarimdan biri, nima deydi? Meni maqsad rejalashtirish prinsipim bor. Rejalashtirish meni bitta prinsipim bor. Asosiy prinsiplardan biri deb hisoblayman bu narsani. Va o'shani ham hozir men sizlarga tushuntirib beraman, qisqa qilib. Undan oldin biz sizlar bilan hozir umuman olganda mana 3 ta sirni ko'rib chiqdingiz. 3 bosinglarga tushunarli bo'lsa, 1, 2, 3. Mana shu 3 ta narsani qilishni boshlaysizlar. Ertaga men bu markaziy odat shakllantirish, dangasalik yengish va hokazo. Bu yerda hozir aytib bergan narsam amalga oshirishingizda faqatgina dangasaligingizni hal qilib berish mumkin. Shuni qanday qilib yengishni tushuntiraman. Endi umumiy olganda 26-yilni oladigan bo'lsak, yangi yilni oladigan bo'lsak, nimalar kerak bo'ladi? Mana rejalashtirishdagi eng katta sirni hozir ko'rib chiqamiz, qarab turinglar. Ya'ni dars oxirida, sovg'a bilan birga. Endi 26-yilda hayotni o'zgartirish algoritmini olib qaraydigan bo'lsangiz, qarang. 7 ta asosiy qadamni men o'zim uchun ajratib olganman. O'sha 7 ta qadam har bittasiga urg'u berib chiqishingiz kerak bo'ladi. Boya aytganimdek, maqsadni ozginasini qo'yasiz, lekin umumiy maqsadga eltuvchi jarayonlar juda ham ko'p. Ya'ni ko'p omillar bor, ko'p qo'shimcha narsalar bor. Ularni inobatga olishingiz kerak. Va birinchisi bu mindset.
Yozib olinglar, mindset. Mindset nima degani? Mindset degani bu sizni fikrlash uslubingiz. Nima degani bu? Bu degani, men sizga qanaqadir usul o'rgatdim, men sizga tushuntirdim. Siz natija olish uchun o'zingizni dunyo qarashingiz ichidan o'tkazasiz. O'tkazib turib keyin bajarasiz, keyin amalga oshirasiz. Undan oldin oshira olmaysiz. Agar sizning mindsetingiz buzuq bo'lsa, ertaga 3 xil mindset men sizlarga ko'rsatib beraman. Buzuq bo'lsa, agar siz mindsetingiz noto'g'ri bo'lsa, natija qilishingiz o'ta qiyin bo'ladi. Ishoning, hayotda shunaqa qiynalasiz, shunaqa bir qiyin bo'ladi. Oddiy narsalar ham qiyin bo'ladi-da. Til o'rganish, mana shunaqa umumiy global muammo emas bo'lgan narsalar ham muammo bo'lib ketadi siz uchun. Prям muammo bo'lib ketadi. Ikkinchi narsa maqsad qo'yish. Ya'ni mindsetni to'g'rilaganingizdan keyin siz konkretniy pashag'iy oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz bo'lishi kerak. Maqsadlaringizni qo'yishni bilishingiz kerak. Bugun men o'rgatdim, men eng oddiy, eng sodda usulni faqat bugun qilinglar, va'da beringlar menga. Kim va'da beradi? Men deb yozinglar, chatga iltimos. Men deb yozinglar, iltimos. 4-sirga o'tishimizdan oldin. 4 yana bitta takoy nuqtaviy siri bor, o'shani tushuntirib beraman. Kim va'da beradi menga o'tirib bugun mana shu narsani qilish? Men deb yozinglar. Mana shu o'zingizga va'da bering, menga mayli, ho'y, menga bermasanglar ham o'zingizga va'da beringlar. Bugun qilinglar shuni, ishoning 20 minut bo'ldi, sizlardan hech narsa ketmaydi. U befoyda telefon qo'ylashga 2 soat, 3 soat sarflab qo'yasiz lozim. Xo'p, keyin rejalashtirish, ya'ni maqsad qo'yganingizdan so'ng rejalashtirishingiz kerak. O'tirib, tam nima qilaman, qanday qilaman, nima qilaman va hokazo. Agar maqsadlar ko'p bo'lsa, rejalashtirish qiyin bo'lib ketadi. Rejalashtirish protsessi qiyinlashib ketadi, jarayoni qiyinlashib ketadi. Oson bo'lmaydi, tizimga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyin 2026-yilda hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, keyingi etapda siz dangasalik va intizom bilan kurashishni o'rganishingiz kerak. Buni o'zining algoritmlari bor. Buning uchun o'z olishingiz kerak bo'lgan bilimlar bor. Bu haqda ertaga alohida gaplashamiz. No, bitta narsani tushuninglar. Kuchli intizom shakllantirsangiz 90% yutdim deb hisoblang. 90% holatda siz yutasiz. Bo'ldi, mana shu bitta achivkani olsangiz, mindset haqida ham xuddi shu gapni ayta olaman. Mana shu ikkita narsani qiladigan bo'lsangiz, bo'ldi. Men g'olib bo'ldim degan fikr kelaverasiz. Keyin ichki transformatsiya masalasi. Bu samoidentifikatsiya deydi amaliy psixologiyada. Misol uchun, men sizlarga bitta sir ochaman. Mani yo'nalishimni oladigan bo'lsangiz, ya'ni eslab qolishi, eng katta to'sqinlik, eng katta muammo, natijaga bo'lgan eng katta muammo bu insonning psixologiyasi. Xotirasiga ishonmasligi yoki miyasini kuchiga ishonmasligi. Mana shu narsa juda katta to'siq, juda katta tig'iz. Men individual ishlamay qo'yganimga shu sababli. Men 21-yilda men individual ishlardim. Juda katta summa olardim u paytlar. Chunki men u summani qo'ygan sababi hech kim sotib olmasa menga individual ishlash yoqmaydi degan fikrda edi. Lekin bari odamlar sotib olgan. Bir nechta odam kelib bari o'qiyman deganda, men o'shanda tushunganmanki, bu odamlarning psixologiyasi juda ham buzuq. Natija olmasligining sababi aynan shunda. Juda ham chuqur kirishga majbur bo'lganman miyasining ichiga. Shuning uchun ichingizni prям o'zgartirishingiz kerak. Fikrlash uslubingizni, ichki transformatsiyangiz bo'lmaydigan bo'lsa, 26-yilda oldingizga qo'ygan maqsadingizni qiynalasiz. Keyin IQ darajasi va miya rivojlantirish bilan shug'ullanish kerak. Обязательно hayvon bilan insonning farqi nimada? Uni intellekti, uni salohiyati, uni fahmi, uni farosati. Hayvonda farosat, fahm, qanaqadir jarayonlar bo'lmaydi. Odamda bo'ladi bu narsa. Va tabiiyki inson, misol uchun meni ko'rib turibsizlar hozir. Qayerda ko'ryapsizlar? Tam Telegramdan sizlarga link tashaldi, o'tga kirdinglar, meni kuzatyapsizlar, ko'ryapsizlar, YouTube'da ko'ryapsizlar. Mana shu hamma jarayonlar, mana shu texnika va hokazolarni inson ixtiro qilgan. Tushunsizlarmi? Inson ixtiro qilgan. Hozir odam o'ylab topgan, biz ishlatyapmiz. Salohiyat asosiy narsa. Mana bu hisob-kitob kallangizdagi hisob-kitob zo'r ishlash kerak. Buni rivojlantirsa bo'ladi. Men necha marta ko'rganman. Yana bir marta mana misol uchun mana shu kubikka oladigan bo'lsam, buni olib kelgan bolalar kelganida qanaqadir daho emas edi. Ular qanaqadir kuchli bir xotirasi zo'r odamman spesial tanlab olmagan, eng ko'p mehnat qilgan bolalar bular. Itda ishlagan, mehnat qilgan, qon qusgan trenirovkalarda keyin boryapti-da, butun dunyoda qanaqadir natija qilib kela olyapti. Keyingi asosiy masalalardan biri bu muhit va ustoz. Ustoz va muhit haqida men hozir 4-sirni tushuntirganimda men sizlarga aytaman. 4-sirni tushuntirganimda aytaman. Boya esingizda bo'lsa, boshida shu bugun nimalar o'rganamiz tushuntirayotganimda, sovg'adan oldin, boshqa narsadan oldin, bugun men sizlarga 2026-yilda ideal yo'l xaritasini taqdimotini qilib beraman, ko'rsatib beraman dedi. Tayyor bo'lsanglar, plus bossanglar, men sizlarga hozir bitta proyekt haqida aytib beraman qisqacha, keyin yo'lga o'tamiz. Plus bosib yuborsanglar, tayyor bo'lsanglar bo'ldi.
Xudoga shukr. Mana. Bo'ldi. Xo'p, demak, qaranglar. Yana bir marta. Amaliyot boshqa, nazariya boshqa va buni orasida katta tafovut bor. Bu narsani bugun sizlar bilan tushundik. Endi amaliyotda amalga oshirish uchun, nazariyadan amaliyotga o'tish uchun nimalar kerak? Nimalar kerak? Uchta asosiy masala kerak bo'ladi. Birinchisi to'g'ri muhit va ustoz. Ustoz deganda konkretni sizni ham o'qitadigan odam bo'lish shart emas ko'pincha, lekin yo'l ko'rsatadigan odam bo'lish kerak. Ustoz o'zi yo'l ko'rsatuvchi. Odatda misol uchun bitta zo'r kitob bor. Sizni xorijiy tilga o'rgatib bo'lmaydigan kitob bor. Kim o'qigan, o'qimagan. Haqiqatan ham siz o'rgana olasiz. Ustoz sizga prosta ko'rsatadi. Buni qil, uni qil, buni qil, uni qil va hokazo. Keyingi masala. Tayyor shablon, checklist, tarqatma materiallar, tayyor shablonlar, misol uchun qanday qilish kerak, nima qilish kerak, qayerga o'tkazish kerak, qayerdan qayerga olib borish kerak va hokazo. Va keyingi masala xato qilmaslik uchun qanaqadir yordam kerak. Jarayonda xatolar reyt kamaysa, muvaffaqiyat reyti oshadi. Ya'ni kam xato qilsangiz, ko'proq muvaffaqiyatga erishasiz. Kam xato qilsangiz, ko'proq muvaffaqiyatga erishasiz. Yana bir marta, men 13-yilda boshlaganman, shuncha eslab qolish bilan shug'ullandim. Qaniydi kimdir meni shunda o'z qaroviga olib, "Ke Davron, men senga o'rgataman" deganda hech kim yo'q edi u paytda. Bunaqa narsa deydigan inson o'zi yo'q edi. Taqdirimiz ekan, men ustoz ko'rmadim shu jarayonda, lekin agar ustoz ko'rganimda katta ehtimol 13 yillik yo'limni 2-3 yilda o'tardi. Mana yigitlar 3 yil, 4 yil shug'ullandi, har bittasi jahonda o'sha mana shunaqa natijalarni qilishdi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Endi rahmat. Xo'p, 4-sir. Maqsad qo'yish 4-siri. 3 ta sir haqida gaplashdik. Men prям bafurcha tushuntirdim deb hisoblayman. Hamma narsani. Hozir yana sal chuqurlashaman. 4-sir ehtimol qoyil qolarsizlar. Kimdir boya yozdi. Tam pozitivniy мышление, ne. Yo'q. Pozitivniy mishleniydan O'zbekistonning eng yorug'i inson men bo'lsam kerak, katta ehtimolmi. Menga pozitiv, negativ, pessimizm ma'lumotlar emas, menga reallik kerak. Menga eng qiziq narsa bu real dunyoda real natijalar qila bilish. Pichoq qilinadigan narsa. Endi zo'r bitta maqol bor. Yaxshi odam, aniqroq aqlli odam, mana shu gapni eslab qolinglar, iltimos. Xudo xolis sizlarga yordam beradi. Aqlli odam tinchlik paytida urushga tayyorlanadi. Bu nima degani? Bu nima degani? Qaranglar. Har safar mana bizda qanaqa maqsadni qo'yamiz-ku. Ko'pchilik shunaqa qiladi. Maqsadni qo'ygandan keyin yaxshi narsani o'ylaydi. Bu yaxshi niyat yarim mol deydi-yu, 50% ish. Maqsad qo'yish jarayonida yaxshi narsani o'ylash bu muvaffaqiyatning katta qismi. Yaxshi niyat. Misol uchun mana hozir idealligiga ham kimdir qo'shilgan bo'lsa, avvalambor ko'pchilik qo'shilgan, bu narsani men bilaman. Tabriklayman yana bir bor, eng yaxshi niyatda qo'shilgansizlar. No, lekin degan tushuncha bor. O'sha lekini nima? Yomon narsani rad qilib bo'lmaydi. Dunyoda yomonlik bor. Doim bo'ladi. Yomon narsaga nimalar kiradi? Yomon narsaga muammo kiradi. Qanaqadir fojialar, xudo xolisa, xudoga shukr, fojialar kam bo'ladi. Misol uchun kimdir qo'li sindi, bir narsa bo'ldi, yonib ketdi, tavba qildim. Unaqa narsalar kam bo'ladi, lekin muammolar kam bo'lmaydi hech qachon. Muammolar doim ko'p bo'ladi. Biznesda ham, til o'rganishda ham, bolabatda. Misol uchun, bu yerga nimaga yig'ildik? Sizlar bilan muammo hal qilgani yig'ildik, to'g'rimi? Ertagidan sal haqida gaplashamiz. Bu ham muammo. Bu yerda ham xuddi shu logika bor-da. Ya'ni mana bu tomonni faqatgina o'ylasangiz, mana bu tomondan kutilmagan zarbalar bo'ladi. Har doim. Shuning uchun bu tomonni o'ylab, bu tomonga qarshilik ko'rsatish uchun nimadir o'ylab qo'yish har doim to'g'ri vazifa. Har doim. Biz mana ko'rdinglar, bugun boshlanishida texnik muammolar bo'ldi. Slaydda qanaqadir muammo bo'ldi. Ovozimda muammo bo'ldi. Muammo. Men ma'bud emasman. Men hamma narsani inobatga ola olmayman. Men xato qilaman. Men odam sifatida men xato qilaman. Men даже eslab qolishda xato qilaman kerak bo'lsa. Shuncha yil bu narsa bilan shug'ullanib. Tushunyapsizlarmi? Prikol shunda-da. Hayotimizda asosiy qonuniyati shunda.
Endi sovg'ani qanday qilib olish haqida slaydlar bor bizda yigitlar. Bo'pti. Qaranglar. Asosiy masala nimadan iborat? Asosiy masala nimadan iborat? Agar man faqatgina yaxshi narsani o'ylasam, men yomon narsaga tayyorlana olmay qolaman. Mana shunaqa marafonlarni, vebinarlarni o'tkazayotganimizda biz juda ko'p narsani o'ylaymiz. Mana ortimizda juda ko'p narsa bor-da. Svet o'chib qolsa nima bo'ladi? Misol uchun mana bino, svet o'chmasmikin, bu internetni to'lov bo'ldimi, bo'lmadimi? YouTube'imiz ko'tara oladimi, hamma kira oladimi, kira olmaydimi odamlar? Misol uchun mana saytga kirdi, kimdir ro'yxatdan o'tdi, kimdir to'lov qila oladimi? Kassa joyidami, u joyidami, bu joyidami? Hamma muammolarni ko'rib chiqamiz. Har bitta muammoni ko'rib yechim qilib chiqiladi, har bitta muammoga. Misol uchun mana boya mana bu mikrofonda ayb chiqdi boshida. Ko'rdinglar, mana ikkinchi mikrofon tayyor turadi, tars uladikda yaxshi ketdi yo'q. Ko'rdinglarmi? Tushunyapsizlarmi? Ya'ni masala shunda-da. Chunki agar biz faqatgina mana shu bilan ishlaymiz, bo'ldi deb faqatgina yaxshi niyat qilganimizda, balki yaxshi bo'lardi. Muammo chiqqanda hal qila olmay qolardik. Gap shunda-da. Misol uchun o'zini mana men ota-onalarga ayta olaman. Men oldin sport bilan shug'ullanganman. Sal masshtabni tushuntiraman. Hozir men sportsmen emasman. Men sportsmen deya olmaysizlar. Chunki men 16-yilda oxirgi marta musobaqada urishganman. U 10 yil bo'ladi yaqinda. 16-yil avgustida. 1999-yildan 2016-yilgacha juda ham aktiv sportsmen bo'lganman. Juda ham aktiv. Lyubitelskiy musobaqalar o'ta ko'p. Juda ko'p musobaqalarga qatnashgan. Men sizlarga bitta narsani точно ayta olaman. Agar o'g'lingiz bo'lsa, o'sha o'g'lingizga berishingiz mumkin bo'lgan eng zo'r sovg'a bu o'zini himoya qilishni bilish. O'zini himoya qilishni bilish. Lekin umrim bino menga kerak bo'lmadi. Umrim bino menga kerak bo'lmadi. Xudoga shukr, avvalambor, misol uchun men o'zim konfliktli inson emasman. Kimdir ko'chada meni deb turib borsa ham, xo'p deb ketaveraman. Menga hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Menda ham va deb o'zimdan kimdir yasab bir narsa qilish odatim yo'q. Lekin bitta narsa men sizlarga точно ayta olaman. Bu kerak. Xuddi shunaqa, lekin o'zini himoya qilishni bilish kerak, baribir. Erkak kishi xususan. Nimaga? Chunki erkak kishi himoyachi. Ehtimol hech qachon ishlatmas. Bu yerda ham xuddi shunaqa logika. Rejalashtirishda yomon narsani o'ylab qo'yish kerak. Yomon narsa bo'lmaydi katta ehtimol bilan. Yomon narsa bo'lmaydi, katta ehtimol muammo bo'lmaydi. Lekin bo'lganda tayyor bo'lish bu eng katta kuch. Bu eng katta sirlardan biri. Eng ko'pchilik mana odamni katta qismi inobatga olmaydigan narsasi. Odamni katta qismi inobatga olmaydigan narsasi mana shu. 100% to'lov qildim. Dildor Nabiyeva, tabriklayman. Qaranglar, yana bir marta, bitta masala. Hurmatli ishtirokchilar. Yaxshi niyat qilinglar. Xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Men hech kimga hech qachon yomonlik tilagan inson emasman. Xudo xolisi hammangizda o'xshaydi, zo'r bo'lasizlar, va shu dahshat bo'lib ketasizlar. Ehtimol o'sha zo'rdirsizlar. Misol uchun mendan 10 barobar zo'ringlar bordir ichinglarda va hokazo. Luboyinglar bu narsani qila olasizlar ham yoki qilib bo'lgandirsizlar. Lekin bitta narsani tushuninglar, muammo kelganda tayyor turishni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun har safar rejalashtirganda eng yaxshi holatda o'yladingizmi, rejalashtirdingizmi? Yomon holatda nima bo'lishini o'ylang. Nimaga? Yomon holatda bo'lgan narsa bo'lgandan so'ng men nima qilaman degan planni o'ylab qo'ying. Tako yuzaki bo'lsa ham, qisman yuzaki bo'lsa ham plan bo'lishi kerak. Tushunarli bo'lsa plus bosinglar iltimos. Tushunarli bo'lsa plus bosinglar. Yana bir marta, yaxshi inson, aniqroq aqlli inson tinchlik paytida urushga ko'tariladi. Bu narsani zapas прочности deydi. Nimaga? Men sizlarga bitta narsa tavsiyam, kibrlanmanglar hech qachon. Kibrlanmanglar deganda nima nazarda tutyapman? Kelajakni bilaman deb o'ylamanglar. Bizni maqsad qo'yishimiz hammasi rejalar. Reja bashorat emas. Reja ba'zida o'xshaydi, ba'zida o'xshamaydi. Lekin bitta zo'r tomoni rejani o'xshamagan joyini to'g'irlab ketaverasiz. Dalishi maqsadingizga yetib olaverasiz. Lekin точно yo'lingiz qanaqa bo'lishini oldindan aniqlayolmaysizda. Yoshim 60 da kursda albatta o'qiyman. Elnur Husanov, tabriklayman. Elnur aka tabriklayman. Qaranglar, yana bir marta plus bosinglar, bu takoy zo'r fikrda. Asosiy omil nimada? Siz kelajakni bila olaman deb kibrlanmang. Bu juda ham yomon narsa. Unaqa qilib o'zingizlardan odamsiz, insonsiz, men ham insonman. Gar shunaqa ekan, har ehtimolga qarshi doim tayyor turishimiz kerak. Misol uchun mashinani remeniga o'xshaydi. Remen
kerak bo'lmaydi ko'pincha. Misol uchun menga hech qachon mashina remeni kerak bo'lmagan, lekin taqamanman. Yoki deylik, bolangizni mashinaga o'tirg'izyapsiz-da, tam detskiy kresloga qo'yib, qanaqadir sal ehtiyot chorasini ko'rib qo'yasiz. Nimaga u narsa qilinadi? Muammo bo'lib qolsa. Bo'lmaydi muammo. 99% holatda muammo bo'lmaydi. Lekin haligi 1% kelganda sizni sindirib tashlash mumkin. O'sha paytda prosta tayyor turishingiz kerak. Ishni oldini yopib qo'yman deyishadi. Yo'q, Salima Ro'ziyeva hech narsani yopmaysiz. Anaqa u yomon narsani o'yla deganda men o'tirib olib, yig'lab, yomon narsani o'ylab siqilish nazarda tutmayman. Yomon narsani o'ylamasangiz bo'lmaydi. Nimaga bilasizmi? Sababi siz kelajakni bilmaysiz. Bu juda ham oddiy. Ya'ni yomon narsani nima uchun o'ylanadi? Qaranglar. Prikol. Zo'r bitta narsa. Yozib olinglar. Yomon narsani yaxshilik uchun o'ylanadi. Juda ham chuqur fikr. Yomon narsani yaxshilik uchun o'ylaymiz biz. Men yaxshilik uchun remen taqaman. Men avariya bo'laman deb remen taqmayman. Tushundingizmi? Men bugun avariya bo'laman, xudo xolasa deb remen taqmayman, bu kallam joyidaman. Men mobodo nimadir bo'lib qolsa, remen taqib qo'yaman. Tushundingizmi? Bu yerda ham xuddi shunaqa. Menda muammo bo'lsin deb yomon narsani o'ylamaysiz. Menda muammo bo'lsa, agar mobodo Xudo ko'rsatmasin, men bilmay qolsam nimanidir, mana shuni ehtiyotini qilib qo'ya qoling degan fikrda qilinadi bu narsa. Tushunarli bo'ldi? Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Kimga nima yoqdi? Minimal harakat, maksimal natija. Bir kun offline ko'rishamiz aka, offline ko'rishamiz xudo xolasa. Men ham kuzatdim-ku. Hop. Xatolarim tushunib yetdim. Davron aka zo'r odam ekan, rahmat. Tavba, hech narsa ololmaganmiz, endi bilmayman endi. Men sizga yordam bera olmayman. Rahmat. Mana men sovg'ani olganlar, rahmat hammaga. Xo'p, ana, yana bir bora ertaga sizlar bilan dangasali yengishda ko'rishamiz xudo xolasa. Kim kursga qo'shilgan bo'lsa, mening ideallarimga hammanglarni tabriklayman. Ertaga 20:00 da dangasali yengish, intizom shakllantirish, eng sara texnika sirlarini berib o'taman xudo xolasa. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Ertaga ko'rishguncha yana bitta masala, telefon raqamini qo'yib ketaymi oxiriga.